qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emasmi? Bir qitim chirpaqsizlar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz Zaynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi hamda kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hamma bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma ukamiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, olmay. Qaylab yig'slar oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chapoyga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar. Birinchi bo'lim. Birinchi qism. Kirish so'z. Taklamakan qumlig'i Janubiy Shinjongdagi Torim o'ymonlig'ining markaziga joylashgan. Jungodagi eng cho'ng qumliq. Shundaqla dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq. Butun qumliqning sharqdan g'arbga uzunligi 1000 kilometr. Janubdan shimolga kengligi 400 kilometrcha keladi. Mundaq chiqib aytganda, qumliqning umumiy ko'lami Yangi Zelandiyaning zamin ko'lami bilan barobar keladi. Ilgari bu joy ba'zi odamlar tarafidan halokat dengizi, o'lim jilg'isi deb atalgan. Bu hargizmi quruq gap emas. Shundaq. Chunki bu joyda siz o'ylab baxmagan nurg'un sirlar va nurg'un ajoyib g'aroyibotlar mavjud. Birinchi bob. Balkim mening nomimni anglagan bo'lishingiz mumkin. Mening ismim Kamal. Dunyodagi 1-darajalik falokat, 2-darajalik po'chi, 3-darajalik yaramas, 4-darajalik yolg'onchi odam dal meni shu. Kamchiliklarimning ko'p bo'lishiga yarashib, kallamni ancha ishlab ketmaydi. Taqdirqumga kelsak, maymun bilan baslashib qolsam, utirib qo'yg'idek darajada qomatli yigitman. Mijozim har holda yomon emas. Har qanday chaqda ko'pni ko'rgan odamdek qiyofatga kirib olishni yaxshi ko'raman. Biladiganim bir bo'g'ini bilan so'zlaydiganim 10. Kichigimdan tortibla bu mijozimga amal yo'q. Odamlar maymunga, maymunlar odamga o'zgarsa o'zgirdiki, mening bu mijozim hargiz o'zgarmaydi. Men doim xizmatdoshlarimga qumliq to'g'riliq rost yolg'onni aralashtirib so'zlab beraman. Lekin men rostli qumliqqa kirib boqqan. Texi odamning ishongusi kelmaydigan ish izlanimi boshdan kechirgan. Ammo u ishqa allaqachon 13 yil bo'lib ketdi. Mencho, ilqi yilonning qo'ziqiga kirib, bir o'choq soldim. Xizmat ustilimning ustiga chiqib, putimni pastga sangilitib o'ltirib shundoq dedim. Bu mening doim so'zlab odatlangan konu odatim edi. Xizmatdoshlarimning ko'p qismi men so'zlagan chaqlarda qilayotgan ishini tashlab, hatto boshliqdan tortib o'rindiq olib kelib o'ltirganicha mening quruq gaplarimni anglab ketdi. Menmo yig'in ochgandek to'xtamay so'zlab, ba'zida kunni kash qilsam, ba'zida so'zlab bo'lolmay herib ketaman. Jumladan eg'izimni ochsamla idorni beshimga kiyman. Shundaqdimi idordagilar menga bakla amriq. Men gap qilsamla anglash uchun tayyor turdim. Doim quloq silib anglaydiganlarning biri bo'lgan bu boshliq
titit bo'lib so'radi. Voy degana odamni taqozo qilmay. Oxirchi, yiliq yilon qandoq bo'ldi? Ha, men yilonning qo'sqig'i o'choqdan birini soldim-da, jigar, o'pka, qerin degandek ish bag'rini kavob qilib yedim. Hey, börkinicha, yedingmi ya? Yegan bo'lsang, tazi kishilinib ketdingda kasofat, ha? Olim Suvarak gapning beliga urdi. O idoramdagi eng yirginishlik odam. Men uningga qarab qo'yib davomli so'zildim. Men Mingjabodi yilonni o'ltirib, iliqi oltin shahri bilan oltin qal'asining oldiga keldim. Keyin butun jahonni xushpara qoplab ketdi. Nemish bo'g'inni anqiramay tursam, ko'z oldimda iliqi xushpara qiz paydo bo'lib qoldi. Men o'zim to'qib olgan hikoyani xuddi rost bo'lib o'tgan ishni so'zlab berayotgandek, xushimlarimni turib, hikoyaning ichiga kirib ketgan edim. Xizmatdoshlarimdan yangi kelgan olim Suvarakdan boshqa hammaylar allaqachon hikoyaning ichiga kirib ketgan edi. Men ularni mushundaq hikoyam bilan qiziqtirib kelayotganlar 5 yil bo'ldi. Ba'zida rostni, yana ba'zida yolg'onni so'zlab beraman. Lekin har qanday hikoyamda Mo'moy bilan xushpara qizni qo'shib qo'yaman. Bu mening o'zgarmas odatim. Chunki hikoya butunlay yolg'on bilan to'shib ketsa, hech kim hikoya anglashni xohlamaydi. Garchi men har qitim og'zimga tegmay so'zlaydigan oltin shahri, olvasti qal'asi, kiyimsiz kishilar shahri deganlarni ko'rib baxmagan bo'lsam-mu, Mo'moy bilan yiliqi qizni o'z ko'zim bilan ko'rgan. Shundaqla ular qalbimdagi yeshilmas tugunlarning biri. Men doim so'zlaydigan tema qumliqning o tarafidan bu tarafiga o'tib qilish voqeasi-mu haqiqat edi. 13 yil burun meni qumliqdan ep chiqqan xalq askarlari va arxeologiya xodimlari buning guvohchilari. Ha, ondan qandoq bo'ldi? Bu boshliq boyagi gapning oxirini anglashga oldirib shundoq dedi. Hey, bo'ldi. Oxirini atanglar bo'ldi, ha? Men so'zdan to'xtashimga olim Suvarak gap qistirdi. Voy, oxirini to'qib olmay qoldingmi ya? Haqlachu, sening saranglig'ingni bilishdan burun, hey, tezroq xotin elib olchima, ha? Xotin olsam, cho'qim sening singlingni olatdim olimka. Qasdan uning chishiga tegdim. Chunki umuman qasdan surkalgan edi. Seni o terikib mushtimini tugishiga u boshliq uning murisini besib o'rindiqda o'ltirg'izdi. Ha, o'ltira. Xotin kishidek osonlik qizirdigan nima ekan sanava. Kamaldek odam sening soningni olsa, xush bo'lsang bo'ladi deg'i. O degan davlat go'hiri juma? Voy, to'la davlat go'hiriga haqorat qilmaslar boshliq. Agarchi u qumliqqa rostlik kirpaqqan bo'lsa, bo'ldi, sonimni uningga baqaga berma. Nima rost, nima yolg'on, ha? Xo'jagangchi, qumliqni qop bilidin necha qitim kesib o'tgan bundaq. Men uchun qumliqni kesib o'tish saybozorga chiqqandagina oson ish. Da olim Suvarak qarab qo'ydi. Olimmo ortiq so'zlamadi. Chunki uning singlisi gapga chetilib qolgan edi. Dal shundaq chaqda yonfunim sayrab ketdi. Qarsam dadamkan. Vay dada. Ha o'g'lim. Dekkidi bir kagina o'yga. Qashqadin kelgan ikki odam seni izlaydi ekan. Ma'qul. Men ruxsat so'rab o'yga mangdim. Kelib qarsam, eshik oldida noiti yo'g'on qora rangdagi dala mashinasi turibdi. O'yga kirib, dadam bilan notunish ikki kishini ko'rdim. Notunish odamlardan biri o'rnidan turib, mening oldimga keldi. Tishliqmi ukam? Balini. Mening uyamdagi eshakka o'xshash shunda qomatli cho'ng'lab ketibdi desa? Uning meni eshakka o'xshash qomatlik deganini anglab, zangli qilinayotgandek his qildim. Lekin chaqchaq deb o'ylab ancha terikib ketmadim. Ondan men bu kishining meni taniydiganligini faraz qildim. Lekin har qancha qarabmi, bu odamni taniyolmadim. O'zlari kim bo'lalar? Meni tanimablar ukamaslar, makaslar. Ma pul topqanlar adam tanimas ulab qoladi deydigan, qaylasam sizlar pul topqa o'xshamanlar. Ay, Saydaxon,
kichikkina gapni so'zab lag'man qilib o'chiramayoqqa. Yan tarafda turgan ziyoli sifat Uyg'urchani o'lchamli so'zlaydigan bir odam qo'ydi. Ondan mening yinimga kelib so'zladi. Ukam, men 13 yil burun sizlarni qumliqdan ep chiqib qo'ygan heliq atratning boshlig'i. İsmim Wang Gangwang. U yoqning ismi Saidi. Sal chiq gap qiladi. Ko'ngilingizga ammochmi? Bu gapni anglab 13 yil burungi ishlar yodimga kechdi va tezla Saidi degan odamni tanib oldim. Bilishimcha, bu odamning eg'izi po'xdak sesiq. Hech kimning kori bo'lmagan ishlarni maxsus tadqiq qiladi. Lekin Wang boshliqni esimga ololmadim. İşkileri aziz mehmonlar, meni izlab kelishlarida biror ish bormidi? Men shundoq degash Wang boshliqqa qaradim. Wang boshliq endi gap qilay devdi. Yenida turgan Saidi degan odam sesiq gap bilan savol so'rag'inimga pushaymon qildiryapti. Ukam, sizlardan bichibda pul so'rab kelgan. Abla Saydaxon, sizlarning mushu mijozlaringiz-a? Chaq. Men mushu bolani ko'rsamcha, og'zim qichishida. Qichsa tamg'i so'kab kaslam asla. Wang boshliq Saidi degan abga qerini besiq turgandan keyin yanimga kelib dedi. Ukam, biz 13 yildan beri sizning ahvolingizdan to'liq xabardor bo'lib turdik. Yana siz xizmatdoshlaringizga degan barliq so'zlaringizni ular bizga yetkazib turdi. Sizning gaplaringiz bizga shundoq ko'p umidlarni bag'ishladi. Lekin 13 yil izdabmi, siz degan joylarning birini topolmay jon qiynaldi-da. Shunga sizni avor qilishni xohlamasaqmi, faqatla amal bo'lmay qoldi. Shunga ko'p o'ylanib, oxir sizni izdab keldik. Wang boshliq so'zdan to'xtashi bilan mening kallamdan tutun chiqib ketgili tasli qoldi va tuvandagi xiyollar beshimni qotirdi. Birinchi, men xizmatdoshlarimga mundaqli so'zlab bergan ishlar rostga aylanib, arxeologiya atratiga doklad qilinibdi. Ajiba, bular meni 13 yildan beri kuzatganmidi? Ikkinchi, rost shundoq bo'lsa, bu qitim ular Oltin shahri, sirli qal'a, Mo'may va xushpurak qiz deganlarning ushturini og'ili odam avatganmidi? Yoki meni mundaqli gapga sepmoqchimidi? Uchinchi, Mo'may bilan qizg'o'ba. Ularni rostli ko'rgandim. Lekin ayni chog'da arxeologiya atrati bilan birga ularni izlab berishga fursat topamagan tursak. Endi izlab tepish qandoq mumkin bo'lsin? Kesib aytalaymanki, ularni tepish quruq xiyol. Shunda tursa, ularga qandoq ushtir beraman? To'rtinchi, topamadik deganlik yo'q deganlik bo'ladi. Endi bu gaplarning yolg'onligini qandoq tushuntirishim kerak? Chaqchaq qilib qo'ygandim desam, qandoq oqibat kelib chiqa? Agar ular xato tushunib yurishurding desichu. Hey, qandoq qilsam bo'la? Yuqorqi xiyollarni qilib, o'zimning toza bir qiyin ahvolda qolganligimni tushundim. Dal shu chaqda konlarning balokasi eg'izdan kelar degan so'zi esimga kelib, eg'izimga natchini urvatgim keldi. Hey Isit. Nima qilatdim deyman yo'q gapni to'qib, ha? Endi oxirini qandoq yig'ishtiray? Hey. Qumliqqa kiray. Heliq qiz bilan Mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joyda emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma.
Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumluqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumluqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammolar, o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumluqning o'ttirisida adam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukamiz tansingda chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, olmay. Qaylab yig'sla oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chapoyga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar. Ikkinchi qism. Uzoq jimib ketganligimdan bo'z kerak. Yiliqi Saydi degan odam xiyolimni bo'ldi. Maqaysaf kam, yaman tush ko'ratamlar ya. To'shikdan 1 kilo oltin chiqdi deb qaylayot qalqishmamla. Yo'q, undaq u emas. Amisi yaman jimib ketla, idamni ansirtab. Saydiko, sizlar bak yaxshi odam. Faqat o'lik eshakni tirildirgudek sesiq gap qildigan mijozlari bor. Bu gapni qo'yib turayli. Amaliyotda mening xizmatdoshlarimga deganlarim hammasi chaqchaq. Mening chaqchig'imning bunda xato tushunish ep keldiganligini uqmabdiman deyman. Men so'zimni tugitib sal o'ng'aysizlanib turib qoldim. Bu chaqda Bayden beri gap qilmay bizga qarab turgan Van boshliq gap qildi. Kamoljon, siz meni jiq bilmaysiz. Men mushu qidirib tekshirish atratining adrat boshlig'i. Shundaqla bir a'zosi bo'lishibdim bilan sizning ko'nglingizni tushunaman. Mayli qandoqli bo'lsin, biz tafsilib paranglashib baqayli. Sizning davlatdan bu ishlarni yo'shirganingiz hargiz bir jungoliq o'g'lonning qiladigan ish emas. Van boshliq, mening bir jinim bor. Bir jinimning bir egisi dal partiya hukumat. Shundoq deyishimgila Saydi degan qiyri tulka eg'izimga tovoq yapti. Ay, nima jon, nima egisi var? Sizlarning deganlari. Gapni men qilam demisizmi? Voy, qisla, ayni, qisla, ha. Voy Saydaxon, bir chiqishmo chiqmadi og'izlariga kaplab qo'yay desam. Ay, Kamoljon boya deganingiz o'g'il bolaning gap bo'ldi afkam. Hammamiz sizdek o'ylashimiz kerak. Siz shunda o'ylagan ekansiz, yolg'onchi bo'lamanmi deganlarni o'ylamay, bizga rost gapni aytib bering. Siz degan bo'yicha izdayli. Navoda topamizaqmi, cho'ng ish yo'q. Sizni yolg'onchi, bizni aldabdi deb yurmaymiz-da, shundaqmi? Lekin Fukim, bo'ldi, lekin bekinni qo'yslar, lekinlar shiptak uzun bir bor ekanlar. Ichim siqildi. Hozirgi ahvolda ular mening chaqchaq qilib qo'ygan degan so'zimga ishonmaydi. Chunki bu odamlarning yangi bayqashga bo'lgan qiziqishi kuchlik. Yolg'on bo'lsa-mu sinab beqish ruhi bor. Yana kelib 13 yil burun yuz bergan voqeani ular o'z ko'zi bilan ko'rgan. Shu meni rostli biladi deb o'ylab qolgan gap. Men nima deyishimni bilmay, oxiri ularning yomon yeridan tutmoqchi bo'lib eg'zimni ochdim. Ma'qul. Men sizlarga yordam qilay. Lekin shartim bor. Qana, bi, anglaylar. Birinchidan, o ishqa bak uzun zamonlar bo'ldi. Shunga men aslab bo'lamadim. Bunda o'tirib sizlarga amaliy ahvolni so'zlab beramayman. Shunga men cho'qim qumliq chirib,
ilgari o'zim shu voqeaga yo'liqqan joyni tepishim kerak. Ikkinchi, men yana bek ko'p pul talab qilaman. Yana menga cho'ng amaldan bijni berisizlar. Men amal tutib boqmasa bo'lmaydi. Ondan uchinchisi, mening sal ko'zim osh. Qumliqda nimani ko'rsam, yanchomga soldigan qo'yim bor. Tasodifiy go'harlardan o'g'irlab solsam, hayron qilishmisizlar? To'rtinchidan, men qumliq chiysam, hamon yilqi mo'may bilan yilqi qiz meni izlab keladi. Chunki ayni chaqda yilqi mo'may menga qumliqqa yana chiysang, kelinga qattiq bijin dasayman degan. Shunga mening bexatarligimga cho'qim kapolatlik qilishdilar. Beshinchidan, men pravilyotgan odam. Shunga menga ayrim bir mashina berishdilar. Uchinchi tur mashig'ini biroqlik qilib kelsam demoqchi. Oltinchidan, mening oshqoznim ojiz, bo'rgim ojiz, tol jigar degandek 7 a'zoyimning hammasi ojiz. Shunga 3 vaqt quvvat yemsa bo'lmaydi. Tamig'imga bilsinglar, mas'ullik qilishinglarga to'g'ri keladi. Men shundoq deb gapimdan to'xtadim. Ko'nglimda ular endi nima deyalaydi keyin qani deb tursam, Van boshliq eg'iz ochdi. Oddiy talablar ekan. Saydaxon, hiliq pulni qilinglar. Saydi degan odam sirtqa chiqib ketib, qora xaltaga o'ralgan bir muncha pulni ko'tarib kelib, menga tutqizdi. Ondan yana sesiq gap yog'dirishga boshladi. Asla, mana 100 ming koy naqd pul. Nisi emaschi yana? Men bakadan bakaga partiya hukumatning pulini olsam bo'lmaydi. Hukum, ma partiya hukumat bergan pul emas mava, ularga teq kammudoq. Macha atrat a'zolari yig'ish qilgan pul. Ko'ngillarni buzmay, xotirjam elivaslar. Asla. Lekin buncha ko'p pulni olsam, qanday bo'ladi? Bay o'zlari birinchi qatorda dumtushgan pul mushu. Saydi degan odam og'zimni to'liq atgandan keyin pulni menga tutqizib qo'ydi. Qarasam, bu odam maxsus mening eg'izimni to'voqlashga kelgandek. Na'din gap qilsam, shu yerdan javob berib, ko'zimga mixtak qadalgan edi. Oxiri o'zimning bu odam bilan kuch ilish bo'lmaydiganligimni tunib, Van boshliqning yoniga keldim. Van boshliq, mening bu ishga rostli ishonchim yo'q. Men yanada qumliqqa chimayjima. Men shundoq degash, qo'limdagi pulni Van boshliqqa sundim. O'ylamagan Saydi degan odam yana gap qildi. Men qaysafkam, chimaydigan odam nimaga unda jiqshat qo'ygan baya? Voy, men sizning niyatlardan yanamikin deb shu. Fikrim, ma akish degancha, deganda qilgan degan gapiga ig'ulimizjima? Voy. Sizlar faqat odamning degan yerdan chiqmaydi ekanlar, aka. Degan yerimdan chiqsin desizlar, mogo terpaqslar. Naq joydan minib chiqira mogo. Elqim mogochum naq mogo biladiganlikam. Sizlar tasliq qoldim. Satgap bilan tillab saqli. Jeli bo'lib, burnimni qichishib ketdi. Tamakidan birini chekay desam, u yoqda qarab turgan dadamdan tortinib qoldim. Dal shundoq kayfiyatda turganda Van boshliq yana gap qildi. Qarasam, siz bak mas'uliyatchan bor ekansiz. Bizmi davlat uchun ozroq ish qilib beraylik deb, necha yildan beri shuncha ko'p izlandik. Jahillik qilganimiz bilan amaliyotda bizmi naq sizga o'xshash qarashda turibdimiz. Mumkinchilikning bak ozligi hammamizning ko'ngliga ayon. Shunga yuqoriga tasdiq sunib, pul ajratib yurmay, xarajatni o'z yenimizda qilishdik. Shunga sizmi bizning ko'nglimizni tushunsangiz, davlat uchun, xalq uchun qo'lingizning kaginini oyab o'ltirmisingiz degan umidda. Van boshliqning so'zini anglab, nima deyishimni bilmadim. Beshim yerga tushib ketdi. Qaraganda rost yoki yolg'on bo'lsin, qumliqqa bir qitim kirmasam bo'lmaydigandek qiladi. Shularni o'ylab, tuvandagi qarorga keldim. Birinchidan, men bular bilan birga qumliqqa kiray. Kirganning yomoni yo'q. Texnik kamdan kam uchraydigan sayohatning o'rnida bo'ladi. Ikkinchidan, qumliqqa kirib, hiliqi qiz bilan mo'mayni uchirtib qolsam ajab emas.
agar rost shundoq bo'lsa, kallamdagi tugillarmi yeshildi. 3-dan, o'lmagan jonda umid bor. Tilisang topasan degandek yolg'on xiyol rostga aylanib qolsa ajab emas. Shularni o'ylab, tushkunligim bir aqli yo'qoldi. Ondan esimni yig'ib ulardan so'rdim. Ey, sizlarning har biringlarning mashinasi bormi? Qanday deyla? Maqasafkan, xizmat mashinamizmi ya? Yo'qay, shaxsiy mashinanglar. Ba. Amsa bankida necha pulda pulinglar bor? Ular mau savolimga nima deb javob berishni bilolmagandek bir-biriga qarab turib qolishdi. Ondan Van boshliq eg'iz ochdi. Shaxsan mening 500 ming ko'y pulim bor. Boshqalarning aqchan shunchalik bormikan? Sizlar qanday deyilibkan? Undaqda xeyli boy yashayotgansizlar. Shundoq. Qandaq deylar? Amsa buni 100 mingni men olay. Men shundoq degash boyiq pulga qo'limni sondim. Ular paraqqa kulib ketishdi. Yo, nima deydikin debdiman. Asli maqsad pulda desilar be, pulga kelganda amma xeyli pishiq bol ekanligim, ha? Saidi degan qeyri chaqchaq qilgan bo'lib, meni yana zangliq qildi. Menmi uni bir zangliq qilib olay desam, tuzuk gapning tayini yo'q. Amal yo'q, gapni boshqa yoqqa burdim. Amsa qachamoq emas. Biz texi ruxsatni tasdiqlatmadik. Ati bir kun pachpurat ishlarni qilib, o'gillik kechiraylikmi qumga. Shunda qilib, biz o'gillikka qumga kirdigan bo'lishib, qolganlar uzab ketdi. Ular ketgandan keyin 13 yil burunqi ishlar yodimga kechib, badanimga titrak olashqandek bo'ldi. Qo'rqib tursammi, bu ishlar yo'lga chiqish oldida turgan safarimga zish munosabatlik bo'lg'achqa, obdan bir aslab chiqish qaroriga keldim. Esimda qilishcha, o chaqda 9 yosh chog'larimmikin. Xotanga tuqqan yo'qlash uchun kelgan edik. Cho'nglarning uyi xeyli chat bir yezdi bo'lib, shu joydagi ko'lami kichik to'g'raqlikdan o'tsaklar, taklimakan qumlig'ining boshlanish nuqtasiga kirib ketgili bo'ladi. Shu chaqdami qumliqqa hozirqidakla amroq edim. Kilibla shu joydagi gapsiz bolalar bilan birga qumliqni ko'rib beqish istigida maqdim. Lekin cho'nglar qumliqqa berib o'ynashni cheklaydigan bo'g'ashqa hech kimga demayla g'ol to'g'raqlikdan o'tib qumliqning bir uchiga keldik. Kuz faslida chechilib ketgan to'g'raq va terak yo'pirmoqlari qum dengizning qirg'oqlariga yeyilgan bo'lib, bir qarashqa oltundek sarg'ush, to'limi go'zal ko'rinadi. Bolalar bilan shu yerda qo'g'lishib o'ynavassam, to'g'raqlikdan shundoq semiz ikki toshqan bir-birini qo'g'lab yugurib chiqishdi. Shu yerlik bolalar tuta deyishib, toshqanning orqasidan yugurdi. Menmi ular bilan birga yugurdim. Biz bir osh pishim yugurdik-ku deyman. Eliqi toshqanlarmi birdi to'xtab, birdi qechib bizga tutuq bermadi. Lekin toshqanlar yerib qolgandek qiladi. Men qat'iy niyatga kelib, bor kuchimni putumga yig'dim. Ondan cho'nqur nafas oldim. Bu mening tez suratda yugurishga tayyorlik qilayotganligimni bildiradi. Mening bo'yim egiz, putum uzun. Yugurishga xeyli epim bor. Maktabda yugursammi, doimdagidek birinchi bo'lib qalam, daftar, o'chirgich degandek mukofotlarni to'la oladim. Lekin hozir o'xshamaydi. Tez yugurib toshqanni tutib olsam, kavob yeydigan gap. Toshqan kavob yemagan taqdirdami, ma'u balla xo'jakisini obdan bir tonib qoladi. Shularni xiyol qilg'ash, barliq kuchimni putumga yig'ib, hammalarning oldiga o'tib ketdim. Orqamdan yerlik bolalarning so'zi anglandi. Hay, yaman yuguramdi bu. Shu emasmi? Bek yuguradi ekan bu. Qalanay naddas yurayotgan u degan ovozlar anglandi. Miyig'imda kulib qo'yib, shundoq tez yugurdimki, toshqonlarga yetishib olaylik degan edim.
Shu yugurgancha taxminan 15 minut atrofida qo'g'lab, to'shqon bilan oralig'imiz 20 metr qolgan chaqda yuragim qattiq so'qib, nafas ololmayli qoldim. Oxiri faqatli nafas ololmag'achqa to'xtab, beqinimni tutib o'ldirib qoldim. Arqamga qarasam, bolalarning soyisimi yo'q. O'lgir putim. Yugur desam, shundaqmi yuguramsan deyman. Voy. O'zim tillab turib, nafas olay degan umidda maydamga 2 mush urdim. Lekin nafas ololmay xiqrab ovoz chiqib ketishi bilan tang ko'zim qorong'ulashgandek bo'lib ketdi. O'ladigan bo'ldim deganlarni o'ylab tursam, arqamda 2 odam paranglashgan ovozni angladim. 2 ovozning biri qiz bolaning, biri o'g'il bolaning ovozi edi. Avval o'g'il bola gap qildi. Hay, o'ltirotamiq ya. Yo'q, o'ldirmayli. O'ltirish degan gapni anglab, put qo'limda jon qonmay tezla orqamga qardim. O'ylamagan qarab cho'chib ketdim. Chunki ko'z oldimda boyiqi 2 to'shqon turardi. Birli chiqirib hoshimdan ketibdiman. Bir chaqda ko'zimni ochsam, oldimda bir kap paydo bo'lib qoldi. Kapi oldida bir mo'may menga qarab turardi. Mo'may uyg'onganimni ko'rib, qo'lini menga sundi. Qumliqqa kiray. Yiliq qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yagishmisizlar. Sildigan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bak ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onay, qaylab yig'sla oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chapanka. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 3-qism. Ey toz, beri kel. Bu ojigan qeri. Peqirni g'o'jaka deb chaqir. Deb o'rnimdan asta turdim. Va to'l yugurib, qum to'shib qolgan oyog'imni silib, ichidagi qumni to'kib o'tgash. Yiliqi gap qilalaydigan toshqonlarni izladim. Lekin toshqonlar yo'q edi. Xotirjam bo'lib, o'rnimdan turay deb tursam, yiliqi mo'mayning kulgan ovozi anglandi. Ma'ushimni ko'ring. Mo'may gap qilgan chaqda uning eg'izida bir tot tishini ko'ramadim. Mo'mayning tishi yo'qligini ko'rib, menmi kuldim. Bu oljigan qeri. Tishlarini to'kib etay degan. Lekin o'zi tushib ketibdi. Sen shun bak adabsiz nimikansan. Lekin bak qiziq bola ekansan. Munda qarasam, qismoq ko'zingdan umidni ko'rdim. Aytqina, sen kimning bolasi?
kulkisidan tasti to'xtagan mo'may mening so'zimni anglab yana kulib ketdi. U bir uzun kulgandan keyin asta qimirlab yinimiga keldi. Peqir Baratning o'g'li Kamal. Avu Aqsu degan yerdan keldim. Qashqarcha, xotancha, hanzucha, uyg'urcha 4-5 xil tilni bilaman. Shunga meni G'ojaga deb chaqirsang bo'ladi. O'lgir qirishim. Men seni G'ojaga desam, butun qumluq sana bosh egidi. Men mo'mayning o'zini shuncha cho'ng sifatlab ketgandan demig'imni qiqib, ko'zimning qarchig'ini osmonga qaritib, "Voy, o'laman qiri. Ota poni" degan ma'noni ifodalab berdim. Eliqi oljigan qirimo mening maqsadimni tushungandek yana kulib ketdi. Sen shumning yishingga aqling mos kelmabdi. Uning so'zdan meni döt deganni yoki aqlliq deganni bilinmay, uningga savol tashladim. Döt demakchimi? Ha? Yo'q. Aqlliq demakchimi ya? Yo'q. Amsa o'ttirhol demakchimi? Yo'q. Mo'may o'xshashla yo'q degan so'zni takrorlab berib, ishimni siqib etdi. O'zimni ma'nisiz bir ish qilib, vaqt isrof qilayotgandek bilinib, o'rnimdan turib qaytib ketay deb qayoqqa menishni bilinmay qoldim. Qarasam, qumliqning hamma yeri o'xshash. Qayoqdan keldim, qandoq keldim, hech nimani bilmadim. Shamol chiqqanmikin, yerga qarasam, yerda boya kelgan izim yo'q. Yana beshimni qattirdi. Amal yo'q. Eliqi mo'mayga yana gap qilishga majbur bo'ldim. Ey mo'ma, qaysi tarafga mansam, mahaliga chiqa olayman. Chiqolmaysan. Bu qumluqning qoq o'ttirsi. Mashina degan narsada mansang, bir kunda aron chiqa olasanmikin? O shundoq degash, men qarab masxara aralash kulib qo'ydi. Men uning meni zangliq qilganligidan sal ochchig'im keldi. Lekin o'g'il bola turib, bir mo'may bilan gap takollashishni xohlamay, miyig'imda kulib qo'ydim. Mo'may kulginimni ko'rib shundoq dedi. "Vushum! Nimaga kulasan?" "Sen nimaga kulding, ha?" "Men sening qumluqda o'lib qoladiganligingga kuldim." O shundoq deb xursinib qo'ydi. Bu qitim sal ochchig'im keldi. Chunki bu abga qeri kulmay turib gap qilgan edi. Kulginni chaqchaq deb tushunay. Amsi kulmaginni-chi? Bu aniqla mening o'limimni tilganlik bo'lmay nima? "Hey, sen qeri, nimishqi bu yerni qumliqning o'ttirsi deysan? Men bu yerga ko'p bo'lsa 1 soat yugurib kelgan tursam." "Sen hoshingdan ketgan joy bu yer emas." "Mush yer shu." "Emas." "Shu." Emas. Hey, esit. Mo'may yana xo'rsinib qo'ydi. Garchi uning bilan talashqim bo'lmasa-mu, qaysi tarafga menishni bilinmagashga, yana uningdan so'rashga majbur bo'ldim. Chunki qarg'ularchi mansam qumliqning o'ttiriga kirib ketadigan ish chiqadi. Lekin bu mo'mayning nervisi ojizmi? Yoki qasdan shunda qilyapamdi qandoq? Menga qaytar yo'lni deb bagili unimay o'tadi. Men mo'mayning aqli ho'shini sinab beqish xayoliga keldim. "Mo'ma, qani dana, bu qayer?" "Qumluq." "Bu yerda qancha tal qum bor?" "Sen avval mening chechimni sanab tugat. Ondan men sana qumluqni sanab beray." "Ha, ma'qul. Boshqa gap so'ray. Sizlar bu yerni qumluqning o'ttirsi deylar. Amsa bu yerga sizlar qandoq kellar?" "Men bu yerga kelgili 500 ming yil bo'ldi." "Of. Avliyo Azam Sunvukongdanmi uzun umr ko'riblar amsa?" "Men uni tanimaydi ekanman. Lekin uzoq yil burun bu qumluqni nurg'un karvonlar kesib o'tadi." "Of, mo'ma, uzoq yil burunqi ishni kim ko'ribdi?" "Men ko'rgan." Men mo'mayning sarang ekanligiga to'liq ishongandan keyin sarangning kayniga kirsang po'q yeysan degan gap esimga keldi. Qaraganda bu joydan ketishda o'zimga tayanmasam bo'lmaydigan taqqilatdi. "Mo'ma, qo'shamsa, men mangay." "Hey shum, avval qo'sg'onga bir nima yeb, ondan mang. Mushu tarafga 5-6 kun mangsang, chiqib ketalaysan." Mo'mayning so'zini anglab, qattiq ichib ketgan qo'sg'im yodimga keldi. Demasimi, qo'sg'im bakli ichib ketgan edi. Odatda bir kun och qolsammi bundaq ichib ketmaydi. Men yuzimni qilin qilib, mo'mayning kapsiga kirdim.
Sirtdan qarasa kichik ko'rinadigan bu kapining ichi xeyli kangri bo'lib, oddiy saramjallashtirilgan edi. Masalan, liqqida suv qochlangan bir tal eski ko'p, qo'ngi kuyib ketganda ko'rinadigan yog'och qozon, teri kigis, teri yotgan degandek hammasi burunqi zamonning narsalari edi. Qarab tursam, mo'may ilqi qozonni injiqlab tast ko'tirib o'choqqa osdi. Andin qalin tuvoqni ko'tirgan edi. Ichidan nima chiqarkin deb tursam, qozonning ichi qop-quruq edi. Qarabda arvoyim 40 kez o'rlab ketdi. Shu deb qo'zg'im bak oshqan bo'g'ashqa, ichimda mo'mayning nakchini tillib etdim. Chunki boydan beri quruq gap sotqucha tomoq assi bo'lmamdi. O'zimga qoqshab o'ltirib, birdamda uxlab qopdiman. Tushimda bahayvat qal'a oldida turg'udakman. Atrofda nurg'un odamlar, yo'q, odamlar emas. Odam shakllik to'g'riqlar u yoq bu yoqqa yugurib yurgudak. Yana nurg'un yilon chayollar. Istiftakdak qop-qora soyisimon odamlar u yoqdan bu yoqqa mengib yurgudak. Men mengib qal'a ichiga kiribdiman. Qal'a liq oltin bilan bezalgan bo'lib, oltin shahri deb atag'udakman. Dal ashu tushum bilan men 13 yildan beri so'zlab yurgan oltin shahri va qal'a degan joy shu edi. Lekin bu faqat tush edi xolos. Bir chaqda uyg'onib ko'zimni ochsam, oldimda polo turibdi. Yugurib o'rnimdan turib ketdim. Mana, toshqanning orqa putini sana berdim. Eng yaxshi go'sht chiqadigan yeri orqa puti. Mo'may shundoq degash, g'o'r chiqib turgan poloni oldimga qo'ydi. Pologa sanjib qo'yilgan yog'och qo'shiq bilan yeyishga boshladim. Tamoq yeb bo'lgandan keyin mo'may meni oldirtib sirtga ep chiqdi. Mao tarafga mangsan. Azroq mangsang odam ba. Seni apirib qo'yidi. Men hayronlik bilan ma'qul degan ma'noda beshimni lingshitdim. Mo'may illiq kulib qo'ygandan keyin beshimni silab qo'ydi. Endi mangay deb tursam, boyqi kabi ichidan bir xil xushpuroq demoqlarimga urilgandek bo'ldi. Shundoqli kapiga qarasam, yeshi mandimatlik, chiroyi oydek go'zal bir qiz eshikdan beshini chiqirib menga qarab turadi. Voy, bu qiz kim endi? Lekin men boya uni ko'rmagandim-ku. U mening navram. O'zi xushpuroq, lekin bek kapsiz cho'ng bo'ldi. Yesh kichik bo'g'ashqa seni azroq avarchilikqa qo'yibdi. Shundaqdimi uningdan ranjima. Chunki cho'ng bo'lganda, qumliq kelganda u sana yordam qiladi. Men endi qumliqqa kelib o'ynamayman. Meningcha navringiz bakli chiroyli qizgan. Bu puroq o'sha qizdan tarab otamda? Ha, u ochiq kelsa sisiq, xush bo'lsa, mizlik puraydi. Bak qiziqgan. Sizni aslab turman, o'maqiz. Xo'shamsa. Men yiliq qizni chiroyli deb maqtab, uni aslab ko'rdiganligimni deganda, qizchaq tarafdan shundoq kuchli xushpuroq tarab ketdi. Men uning hidini purab, badanim bir xil bo'shab ketgandek bo'ldi. Ko'zim qorong'ulashgandek bo'lib, joyimda o'ltirib qoldim. Quloq tubimda inchga, shundoq yiqimliq bir ovozda uzun yillardan keyin ko'rishayli degandek sezim bo'ldi. Men birdan tinchlanib olgandan keyin ikki qo'limni tirab o'rnimdan turib ular bilan xo'shlashdim. Andin qumliqda bundoq go'zal qizni uchratganimdan ajablangach yo'limga ravon bo'ldim. Qizning go'zal simosi suratdek ko'z oldimda qaytib qoldi. Menga vataman. Mo'may ko'rsatgan tarafga najja osh pishib mangandan keyin azroq o'ylanib qoldim. Hey, to'xta. Aslida bu chaqqichi mahalli ko'rinsa to'g'ri bo'ladi. Lekin mahalning soyisimi ko'rinmadi. Ajaba men boshqa tarafga mengib ketgandimmi? Yoki boya mo'may degandek rostli qumliqning o'ttirisiga kelib qoldimmi? Lekin men faqat 1 soatli yugurgan tursam, qandoq bo'lib qumliqning o'ttirisiga kelib qolaman? Mo'maydan nimishqa so'rab baxmagandim men. Joyimda o'ltirib
bo'lgan ishlarni xiyol qilib baqdim. Demisimi, men hoshimdan ketishdan burun turgan joyim bilan hozirgi turgan joyim ikkisi ikki dunyo edi. Har qancha qarabmi, kelgan yo'limni farq etgili bo'lmaydi. Men zodi qaysi tarafga mengishni bilmay turgan chaqda yiroqdan bir qancha mashina kelayotganligini ko'rib, qattiq hayajonlandim va bor ovozimni chiqarib varqirdim. Hey! Hey! Meni qutqizinglar! Mashina men tarafga yiqilib kelishga boshladi. Lekin ular menga 50 metr qolganda mashinani to'xtatib varqirdi. Hey! Sen kim? Aka, men o'quvchi. Meni qutqizib olinglar. O'zing yolg'izmi? Ha, yolg'iz. Amisi bu yerga qanday kelding? Men minib keldim. Ular ovozimni anglab, mashinani haydab yenimga keldi. Ondan mashindan bir necha harbiy va bir necha professordek cho'ng ko'zoynaklarni taqib olgan 2 yoshli cho'ng odam tushdi. Harbiy yigitlardan biri yenimga kelib, o'lchamlik davlat tilida so'radi. Hey, siz kim? Bu yerga qanday kelib qoldingiz? Men ularga nima deyishimni bilmay o'ltirib ketdim. Oxiri shundoq tasda qanday kelganligimni desam, eliqi yigit ishonmadi. Ukam, bu yerga ham qumliqning naxotirisiga to'g'ri keladi. Agar xotin tavalligidan kirgan bo'lsangiz, uchib keldingizmi? Usingizmi kelanmaysiz? Necha kun bo'ldi qumliqning markazida qumburan chiqyotqili. Bizning 5 kunda aran kelgan tursak, uning ustiga yemakligimiz yo'q ekan. Yaxshisi, rost gap qiling. Men nima deyishimni bilmay turib qoldim. Uningga gap qilib tushundirib bo'lmaydiganligimni bilatdim. Chunki o'zimni qanday kelganligimni bilmaydigan tursam. Shu holatda nima deyishimni bilmay yig'lab ketdim. Yanchug'imni aqtirsam, ta'limga yanchug'imdan bugun atigan xotanga kelguchi o'tirgan mashinaning bileti chiqdi. Yiliqi yigit biletni ko'rib, cheslag'i yinish-yinishlab qarab ketgandan keyin so'radi. Uyingizning nomerini bilamsiz? Ha, bilaman. Yiliqi yigit yo'g'on bir telefonni chiqarib menga sundi. Men telefonning nomerini besib berdim. Apangizning ismi nima? Guhar qiz. Sizning ismingiz-chi? Kamal. Biz shunda paranglashib turgan chaqda opam telefonni oldi. Va yaxshimisiz? Men saqchi. O'g'lingizni taklimakan qumliqning o'ttirisida tepib oldik. Ismi Kamal ekan. Xo'sh, mavshum qumliqda nima ish qilganda deyman. Ukam, xapamay mangdirasizlar. Ya birdan turib tursizlar, men berib akilib olay. Acha, bu yerga mashina mangsalar necha kun aran keladilar. Xotam bilan bo'lgan orliqi necha 100 kilometr keladi. Saqchining gapini anglagan opam o'zini ahmoq qilinayotgandek his qildimi aytavur. G'alit savoldan birini so'rdi. Ukam chaqchaq qilyaptamda. Sizlar rost saqchimi ya? Harbiy yigit kulib ketgandan keyin opam bilan jiq takallashib o'ltirmay telefonni qo'yibdi. Ondan boshqa bir yerga telefon qildi. Ma'lumining egisining o'rni qayerda ekan? Darhol menga tekshirib ber. Qumliqqa kiray. Eliqi qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emasmi? Bir qitim chirpaqsizlar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yagishmisizlar. Sildigan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiydi. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammolar, o'shar bolalar. Hammang bishing deysan.
Ben onu özünün pokunu özü yeydiğen saran qıp qo'yay. Qumluqning o'ttirisida adam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukamiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, olmay. Qaylab yig'sla oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan mushu chapoyga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 4-qism. Yigitning alpozini ko'rib, o'zimni cho'ng ishga chetilib qolgandek his qildim va ixtiyorsiz badanimga titrak olashdi. Birdamdan keyin ilk nomerdan telefon qaytirdi. Harbiy yigit telefonni ilib paranglashishga boshladi. Telefon odatdagi telefonga o'xshamaydigan bo'lg'achqa ovozim xeyli yuqori chiqadi. Men uning yonida turib anglab turdim. Voy, tekshirdingmi? Bu nomerning egasi hozir xotin ekan. Taxminan Keriyada bir joyga to'g'ri keladi deyman. Amisa nopus turishga o'rnichi. Oqsu kan. Atigan Shinar XX nomerli mashinaga o'tirib xotinga beribdi. Orasida bir kichik bolam bormikan? Tafsili tekshirib boqqan. Ben qarab boqay, ha? Shunaq. 11 yosh atrofida bir bola bo'lgan. Jiddiy ahvol o'xshamadi. Yo'q, bo'ldi. Men yana aloqalashman. Saqchi telefonni qo'yib, xeyli uzoq jimib ketdi. Ondan boshqa hamrohlariga qarab dedi. Bu bola attigan Oqsu bilan xotinning oralig'idagi ma'lum tekshirish punktidan o'tibdi. Uning so'zlari rostga. Ay, bir odamning zamon makon olqishi sepi o'zidan quruq gap. Sen manda quruq gapni oz qislayjima? Bir qo'pol odam haliga harbiy yigitga shundoq degash mening oldimga keldi. Bu dal 13 yildan keyin qumliqqa birga kirish to'g'riliq Van boshliq bilan billa meni izlab kelgan Saidi degan kishi shu edi. O'ylab baqsam, bu qeri ayni chaqda shundoq qo'pol bir nima ketdik. U meni oldimga kelib, avvalqidek qo'pol ovozda: "Ya Fukumovoy, sening gapingga men ishonmadim. Ang yaxshisi rost gap qildim-a?" "Aka, sizlar Qashqarlik o'xshamamlar. Men Qashqar tilini bilaman." "Apla, Uyg'urcha demamsiz menda. Nada Qashqarcha deb ayrim gap ekan bijada." Ay. Voy bo'ldi Saydaxon. Kichik bola bilan gap talashmasa, sat turdi. Yana bir kishi Saydaxonni tatqinicha orqasiga epmoqdi. U menga yer tagidan qarab qo'yib, bir necha kishi bilan kirib ketdi. Ular birdan paranglashgandan keyin mening ismimni, turishlik adresimni, hammani tafsili so'rab xotira oldi. Ondan yana bu yerga qanday gap qilganligimni tafsili so'rab xotira qoldirdi. Ularga gap qila oladigan to'shqanning ishini, yana heliqi mo'may va qizi to'g'riliq nurg'un ishlarni aytib berdim. Saydaxon degan qeri to'g'irdan boshqa hammasi so'zimga ishondi. Faqat o'li ishonmay meni tillab ketdi. "Balla cho'chigini bosh o'qiyjimasan. Kuspirish." Voy Saydika, gapni gapga qo'ysalar deyman. Nimda erdim baldirib qolgan cho'kani tili so'zlab odamning ishini siqdilar. Fukum, sizlarcha a'lirdim baldirib qoplar. Erdim baldirib qolgan cho'kan quruq gapgimi ishinamesh. Bo'ldi, sizlarga gap qilmagan bo'lay. Harbiy yigit Saydaxon bilan bo'lgan paringni oxirlashtirib, menga gap qildi. Fukam, biz sana ishonamiz. Hamsini bexatar uyingga olib qo'yamiz. Sen hamma ishlarni xotirjam bo'l, lekin bizni Hilaqayal bayaga boshlab qo'ygan. Ma'qul. Mening izimni bo'ylab mansaq. Avu akamni tezli menga ishinib qoldi. Shunda qildi, ma'qul. Biz izlarni bo'ylab mengishga boshladik. Biz endi mengishimizga o'ylamagan bir ish yuz berdi. Hey, qaranglar, oldi tarafda qumboran ko'tarib keladi. Qumboran emas, cho'ng bir quyinkan bu. Qarag'anda bugun o'yak berib bo'lmaydigan o'xshaymiz. Lekin biz "Voy, lekin pekiningni qo'y. Men yuqorining topshirgan vazifasi bor Fukam. Bu yerga balga qo'yib keyin kelalar."
Ular shundaq deyishib, baya ular menga uchrashdan burun mangan yo'linishga qarab maqdiq. Keyin ular meni mashinadan tushib kelib qo'ymadi. Mashinada bir haftadan ortiq uxlabdiman. Keyin heliqi harbiy yigit mashina bilan meni qumliqdan ep chiqib qo'ydi. Mening qumliqda ko'rganlarim mushular edi. O'ylamagan yerdan 13 yildan keyin qumliqqa yana kirishimni o'ylab baqmagan edim. Heliqi qiz, heliqi momay. Gap qila oladigan toshqonlarni yana uchirtamdim yo'q, bilmaydim. Shu kuni kechasi qumliqni jiq xiyol qilg'ashdimikin, qumliqni tushib qaptiman. Tushimda heliqi xushpara qiz mening ayolimga aylangudek. Men o qizga heliqi Saidi degan odamning g'aybatini qilib beribdiman. Ey xotin, men qaranglar. O odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Kallasini alayli. Cho'chib uyg'onib uxlayman. Uxlasamla yana shu tushni ko'raman. Ey xotin, men qaranglar. O odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan sarin qilib qo'yay. Doim degan yerga kelganda uyg'onaman. Ondan tushim yana bir boshdan qaytilindi. Ey xotin, o odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Men uni qumga ko'mib yetay. Ey xotin, o odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Ikkimiz ajrashayli. Men uningga tegay. Ay, chaqchaq qilmanglar. Yana tush ko'ribdi menda. Yana uyg'onib, yana uxlasam, yana shu tush. Bir kecha shu qizni tushib chiqdim. Bir kecha bakmi tasdi o'tdi. Ertasi tong sahar ko'zimni ichibla, yana qumliq esimga keldi. Yuzimni yug'ash, tunagin bugun mangdigan yoki mangmaydiganligimizni so'rab beqish uchun tunagin qoldirib qo'ygan nomerga telefon qildim. Qerishqandak o nomer Saidi degan qeri gadoyning nomeri bo'lib chiqdi. Vay, men Kamal. Kamal deslar, men de xinatam o'xshay debdim apafkam. Ay, chaqchaqqa misildayman. Bugun mang'amdiq ya, shuni bilib baqay degan. Yaqfkam bugun mangmaymas. Sizlarning qiriqlarini chiqarib, anodiki mangamas. Biz jindak top do'stlar, men oldilariga taqdiravan ko'tarib og'il varay. Vay, bo'ldilar, sizlarga gap qilmadim. Gap qilvaslifkum. Aşqini qo'saqlarda bal bo'lib qolmasin ila. Ochchig'im kelib telefonni qo'yib etdim. Mushu qeri gadoy bilan billa qumliqqa kirmoqchi bo'g'inimga qattiq echindim. Yerim yo'lda uning bilan bo'g'ishib ketmasammi mayli-ku? Nima bo'lsin, ular kelguncha lozimliklarimni elib olishim kerak. Shunday qilay. Men shularni o'ylab, uyimizning yenidagi talla bozordan yuz sopini, tish cho'tkisi, oftobdan saqlanish meyi va charch sopini degandek lozimliklarni oldim. Ondan tayyorlikni puxta qilib, Saidi degan qeri gadoy kelishdan burun idoramga berib deb qo'yishni loyiq topdim. Aslida telefon qilib qo'ysam bo'ladi. Lekin xizmatdoshlarimga ko'z-ko'z qilib olish fursatidan quruq qolg'im kelmadi. Idoramga kelgan cheg'imda hammaylar aldirash ishlayotgan edi. Ular mening qumga kirdiganligimni anglab, havas qilishib ketdi. Kamal, alamet taliying bormi jumosan? Shuni deyman, toza aram ila oladigan bo'lding adasha. Voy bo'ldi, Kamalmi shu hukumat ish uchun mangdi. Nergaramkan? Boshlig'im xizmatdoshlarimga radiya bergandan keyin yenimga kelib dedi. O'g'lim, sendan el vatan faxrlanadi. Anglasam qumliqda nurg'un mushkulotlar bormish. Qum bo'ron chiqib qolsa texcha taqkan. O'zingga ko'proq diqqat qil Jumo. Shunda qilib, idoramdan bir oylik ruxsat oldim. Amdi faqat Saidi degan qeri gadoyni saqlaydiganlik ish qildi. Aras, unutib qolg'il tasqabdiman. Uyimdagilar bilan texi xo'shlashmadim. Muhim ishni unutib qolg'il tasqabdiman emasmi? Shunda qilib, dadamning yeniga bordim. Dada, shunda qilib, menga bir obdan fursat kelib qoldi degina. Undaq bo'lsa, men berib kelay. Bag'im bolam, qaysar bo'l.
Hiliqi joylarni tepib, albattanga javob qaytarmoqchi, hargiz qaytib kelma. Opamning yiniga bordim. Opam yig'lab ketdi. Nimishqa barasan, jinim balam? Ahlimadis bir ish bo'lib qolsa qanday qilamiz, ha? Sen mening yurak baram tursan. Hech qisi yo'q, opa. Men yolg'iz bo'lmasam ya. U yerda hech qanday xatar yo'q. Sen jiq o'ylab ketibsan deyman. Xotirjam bo'l, ha? Opamni bazlab qo'ygandan keyin tayyorligim to'liq bitdi. Endi faqat qumliqqa kirsakli bo'ladigan yer qolgan edi. Uyga kelib, qo'stig'imni to'qlagandan keyin Saidi degan qerigadayning kelishini saqladim. Saqla, umi oxiri keldi. Onun bilan qo'shib, hayajonli minutlarni yetib kelgan edi. Men tayyorlagan jabduqlarni ilib mashinaga chiqdim. O qo'limdagi narsalarga qarab qo'ygandan keyin dedi. Ukam, akaslar qo'llaridagi bijmalni men bir ko'rib baqay. Nimalarni oldi lekin? Nimaga qaraylar? Ish qilib somkamda odamning beshi yo'q. Yetib ketgan Malayziyaning aeroplani chiqib qolarmikin deyman appaqfukum. Voy bo'ldilar, sizlarga gap qilmabdiman. Anda qilmay bir gap qo'yasizlar. Men qaysi ukam, ha, bir gap qo'yasizlar. Aka, men qumliqqa boramdan, bormamdan. Saidi degan qeri gadayning tani gaplariga ichim siqilib, arvoyim 40 gas uçdi. Agar u yana bir eg'iz sesiq gap qilgan bo'lsa, mashinadan tushib ketgan bo'lardim. Lekin u bu qitim tushuntirishga boshladi. Men qaysi ukam, qumliq degan odatdagi joyda emas. Bir qitim chirpaqslar hammani ufqilar. U yerda somka emas, adamning oyog'imi ig'ir keladi. Mangdamda bir qumboran, har xil xiyim xatarlar uchrab turdi. Sizlar bundaq jasadda yo'g'on somkadan birini yudivasizlar. Vaqt kelganda qanday qechib bo'ladi u yerda? Akaslar, men bir ko'rib baqay. O shundoq degash, qo'lini so'zdi. Men uning ko'nglini oyab somkani berdim. O somkamni qo'liga ilib, eg'izni shundoq ichibli qaqoqlab kulib ketdi. Vaycan, appaq ukam, tatliq ukam, omaq ukam. Analari sizlarni qiz bola qilib tug'ib qo'ygan bo'lsa, naq joyiga tushadi ekan asla. Voy o'g'il bola bo'lib, zoya bo'lib ketibdi ukam sizlar. Chiroylarining satligida nima jiq sopim bu? Sizlar o'zlarini munchiga mangandek esib qoplida, ha? Qumliq chirib munchiga tushalar ukam. Yo, bu odamning sesiq gaplariga chidamay, oxiri somkamni mashinaning derisidan tashlab etdim. O mening bunda qilganimni ko'rib, miyig'ida kulib qo'ygandan keyin yana dedi. Hamda bir odamdek ish qildi mana. Ha, ju'slar, menga emas. Hozir nagmangdoq. Boshqalarcha. Xotangi mangdoq. Boshqalar tuniga menga bo'lgan, ular bilan xotanda ko'rishimiz. Sizlar nimishqa oqid qollar? Voy, sizlarga ko'zam qiymay bo'lmamda, chiroyli yigit, manslar. Chaqchaq qilmisil deyman. Men bugun shu ruxsat xati bilan sizlarni billa mangadigan bo'lgan. Boshqalar heliq silib olgan Nasbasqur mahallida ahvol tingtinglash uchun ketgan. Biz bog'icha hammamiz taqlab turdi. Atatigan nisb bo'lsa, qumliq tangchirimiz. Bo'libdi. Mang'alamsa. Shunda qilib, xotanga qarab yo'lga chiqdik. Bir uxlab qopib, o'zimni 13 yil burunqi mahallada ko'rdim. Mahaldagi kesak uylar chiqilib, o'rniga yer tavrashga chidamliq uylar silingan edi. Shundaqla mahallami boshqachalar bo'lib qolgan edi. Biz birdam u yoqdan bu yoqqa aylangandan keyin Vang boshliqlarni topdik. Vang boshliqning yonida yana bir notanish odam turardi. Vang boshliq o kishini menga tanishtirdi. Bu yoq avtonom rayonimizda oldingi qatorda turadigan peshqadam professor shu yo'ldosh. Shu yo'ldosh pensiyaga chiqqan. Bu yoq Kamal. Bu qitim mushu bolaning ko'rgan g'alati ish izlaridan tadqiqot ibog'ini qilmoqqa kirmoqchi. Van boshliq ikkalanini tanishtirgandan keyin bizni boshlab mashinaga chiqdi. Ondan yana hayajon bilan so'zlashga boshladi. Yo'ldoshlar,
Sizlarga deydigan ikki xushxabar bor. Birinchisi, biz tunugin bu mahalliga kelib ahvol uqishdik. Natijada Kamolga o'xshash tirik isbotdan yana biri qo'shildi. U kishimi gap qila oladigan to'shqonni qo'g'lab, eliq mo'mayga yo'liqib boqqan odamkan. Yani kelib qumliqni 5 qo'ldek tutib biladigan odamkan. Ikkinchisi, eliq odammo biz bilan birga qumliqqa kirdigan bo'ldi. Ko'nglim tuyib turibdi. Biz dunyodagi eng buyuk bayqashni kutib olish oldi turyapmiz. Shunga hammamiz ideya jihatda tayyorlik qilib qo'yaylik. Qumliqqa kiray. Eliq qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bak ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onay, qaylab yig'sla oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chapankan. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 5-qism. Biz shu saqlagancha 3 kun saqladik. Bu 3 kun Manga xuddi 3 yildak uzoq bilinib, ichim titillashga boshladi. Oxiri chidab bulanmay, Van boshliqning yiniga kirdim. Van boshliq, biz nadiki odamni saqlab o'ltirmay, meni yevasak bo'lmasmi? Meninggo mang'im bor. Lekin u odam teg'i kelmadi. Shunga oldirab ketmay saqlab boqayli. U bak yolg'onchi odamkan. Keliman deb qo'yib kelmagini nimasi? Kelgan taqdirdami undaq yolg'onchi odamning bizga nima keragi deyman. Yo'q ukam. U odam bizning o'zini saqlayotganligimizni bilmaydi-da. Amsi tunogin u biz bilan birga boradigan bo'ldi degan-ku. Biz uning bo'g'isi bilan paranglashgan. Uning bo'g'isining deyishicha, u odam qumliqqa pishiq ekan. Burunmi ko'p qitim qumliq yetakchisi bo'lib boqibdi ekan. Men mahalladagilardan surishtisini qilib boqdim. Mahalladagi hammalar uni bak maqtab ketishdi. Bundaq odamni ilib olsak, bizga cho'ng foydasi tegadi. Shunga yana birdam saqlab boqayli, ha? Ma'qulamsa. Lekin biz uni saqlagan bilan u kelib boshqa ishim bor deb turibsiz-ku. Agar mumkin bo'lsa, uning uyiga bir berib gapni ochiq qilib etsak. Van boshliq gapimga qo'shilgandan keyin mening taklifim bo'yicha Van boshliq ikkalan elqi odamning uyiga keldik. Biz uning uyiga kelgan chaqda eshik oldida 100 yoshdan halqiganda ko'rindigan bir buvoy o'ltiradi. Balkim bu hilqi Van boshliq gapini qilgan odamning buvisi bo'lsa kerak.
u bizni ko'zga ilmidimi yoki boshqa sabab bormi? Bizni ko'rib ahvol so'rash u yoqda tursin, kassasining burjigini midiriltibmi qo'ymadi. Bu o'lgir qeri, bo'yning qatishib o'lasan. İçimde uni tilg'ash van boshliqqa dedim. Ketamdiq ya. Qarang, bo'lsa shundoq adabsiz odamkan. O'g'li qanchalik bo'lmoqchi edi? U odamning quliqi anglamaydi ekan, ko'zimi ko'rmaydi ekan. Quloq tugib berib o'llik vaqirsa, andin anglaydi. Apla, mandamiti ya. Cho'ndada, o'g'illari keldimi? Ha? Yoqdiq kelmadi balam. Lekin qapqam yomon tatiydi shu. Shunga cho'qim bugun kelamdiki deytma. Ha, ma'qul. Lekin o'g'illari biz bilan berishga urmay qolmasa? Xotirjam bo'ling balam. Saqlig'ingizning hurmatini deb bo'lsa-mu, cho'qim unaydi. Ha, ma'qul. Bova, ma'u sumkini o'g'lingizga berib qo'yamsiz. Van boshliq shundoq degach, bir somkini bovoyiga sundi. Bovoy somkini silab baqqandan keyin beshini chayqadi. Yo'q balam, buni olmayman. Bova, bu yomon narsa emas. Shundoqdimi olmayman? Bova, o'tinib qolay. Ommisili bo'lmaydi. Amisi buni o'g'limning uyiga qap qo'ysangiz olamdiki. Untirib tiksimaqma. Yog'och ishikdan kesingiz bo'ti. Biz bovoy ko'rsatgan tarafga qarab bir uyni ko'rdik. Uyning eshigi ochiq edi. Biz bovoydan yana bir qitim ruxsat olgandan keyin heliqi uyga kirdik. Uy ichi intayin qalaymaqan rassiz edi. Shundaqla uyning temining nurg'un yerga qo'ziqdak yo'g'on mixlar qiqib qo'yilgan bo'lib, u yer bu yerga qalaymaqan narsalar esib qo'yilgan edi. Rostdan desam, to'li mix qiqilib o'tmi to'shik bo'lib ketgan bu tomga qarab, baklik ichim og'rib ketdi. Voy bechora jonivor. Nima degan ko'p yerini teshiyotgan ha? Cho'chakni jiq o'qib ketgan bolami bu? Bekor turmay tom teshadigan desa? Mao tiziyotgan eski tuskilirchi o'taqi. Bu eski tusk emas. Buning hammasi qadimiy go'har. Ha? Men hayron bo'lib Van boshliqqa qaradim. Van boshliq derazaga tikilib qarab turadi. Men mo Van boshliq qaragan yerga qarab, qosmoq tanga, ustixon pichoq, dodlashib, nima ekanligini aniq farq etgili bo'lmaydigan nurg'un narsalarni ko'rdim. Bu odam ham qiziq, ham g'alit odamkan desa. Van boshliq ajablangan bo'lsa kerak. Somkini karvat ustiga qo'yib, uyning hamma yerini suratga tortib oldi. Andin menga dedi: "Yuring, chiqib ketaylik." Ha? Mushundaqlama? Ha. Somkini qo'yib qo'ydim. Lekin bular qadimiy go'har bo'lsa, ep chiqib ketmamdi-ku. Ha, eng yaxshisi u odamning narsalariga chiqilmayli. Lekin bu u odamning narsasi emas. Bilishimcha, qadimiy yodgorliklar davlat go'hari bo'ladi deyman. Shundoq. Lekin ochiq-oshkora saqlig'ini qaraganda yomon niyat yo'q. U kishi kelganda obdaroq paranglashib baqsaq bo'ladi emasmi? Yoki bo'lmasa bo'sidan so'rab boqamiz. Maylamsa. Biz qaytib chiqdik. Men ichimda boyiqi narsalardan birarni ilib, yonchig'imga solmaganligimdan afsuslanib qoldim. Biz uydan qaytib chiqqandan keyin Van boshliq Eliqi bovoyning qishig'i kelib eg'iz ochdi. Ha, bova. Uy ichida bir mo'ncha narsalar turamdi nima? Ha, balam, shu u narsalarni shahardin chiqqan kadrlar olib kelibdi. Qandoq kadr? Men bilmayman qolang balam. Lekin shu sizga o'xshatgan kadr ekanina. Van boshliq shundoqmi degan ma'noda beshini lingshitgandan keyin bovoyning yinidan sal yirag'roq bir joyga kelib ahvolni yuqoriga doklab qildi. Andin yuqorining xotindagi xizmatdoshlar orqali bu ishni surishtirib javobini berishini talab qildi. Biz 2-3 soat atrofida saqlagandan keyin ma'lum biraylan bizga telefon qaytirib dedi. Yaxshimi? Van yo'ldoshmisiz? Ha, men shu. Men Chuli. O'ylamabdiman, siz hozirmi meni nazorat qilib o'tamsiz? Van boshliqning chiroyidan hayronlik ifodasi aks etdi. Orqadilla bir narsa esiga kelgandek chiroyiga kulki yugurib telefon qilgan odamdan so'radi. Siz savodishim Chulimi? Men shu. Savoddash Vangan. Gerçi her qaysi xizmat
xizmatlarni sizdek yaxshi ishlab, davlatimizning gavhar sifat nomini qoldirmagan bo'lsam-mu, xotanda bir kishilik o'rnini joriy qildirib, davlat uchun bir kishilik to'kpimni qo'shyapman. Bana yo'ldosh, burunmi meni ko'p izoga qo'yatdingiz. Hozirmi xili bo'sh kelmayapsiz juma. Voy, nimalarni deydigansiz deyman. Men qachon sizni izoh qo'yibdiman? Sizga desam, Matto'xti Matquvon ismli bu odam bek yaxshi kishi. Uningdan gumonlanib qolgan qabatga kirib olib, mening adabimni berib berishinglarning hojati yo'qdi. O kishi har yili nurg'un qimmatli gavharlarni hukumatga topshirdi. Shundaqla bir tinmo haqolmaydi. Men bu ishni burunla yuqoriga doklad qilib bo'lgan. Shundaqdimi fursat bo'lsa, Xotan shahriga kelsangiz, sizga obdan tushuntirib qo'yaman. Tushunishli bo'ldimi? Tushunishli bo'lgan bo'lsa, ishning tafsilotini uqmay turib, idora rahbarligiga odam chiqishtirma. Men qachon sizni idora rahbarligiga chiqibdiman? Siz ma'qul. Xo'shamsa. Hiliqi odam telefonni qo'yibdi. U telefonni qo'yibotgandan keyin Van boshliq o'pkidak qizdirib, nechtal tamakini ulab chekishga boshladi. Telefon qilgan kimkan u? Ilgari men bilan birga o'qigan bir do'stim. U bizni o'zin chiqishtirgan o'xshaydi deb qolganchig'i. Bo'ptila, chag'andi ko'ngilni elib olaman. Amisi u guharlacho. U odamning hamma ish izlaridan hukumatning to'liq xabari bor ekan. Menga kelgan uchurda bu kishini bak maqtab ketdi. Texib Bejondan necha qitim taklif qilibmi akalanmagan odam debdi. Shuningga qaraganda u biz bilan birga berishga qo'shilsila, bu qitimki safarimiz xeli ma'nilik bo'ladigan o'xshaydi. Biz shundoq paranglashib, bovoy bilan xo'shlashib, ko'pchilikning yiniga qaytib keldik. Qaytib kelishimizga Saidi degan qiyrining eg'izi echildi. Man qaylaslavkum, mashkilarni g'arbga nom akilish ketdimiki deb mavqimizdan yomon ansirab ketdim jima. Nom akilishga mansoq mendan ansirmay, nemishqa Kamoljondan ansiraydilar. Mavqimizcha tangsingdek chiroyli bo'lgankan, bir jin alvasti yevitishi aniqdaymi? Ularning gapini anglamas qisilib, jim o'ltirib oldim. Saidi mening gap qilmaganimni ko'rib, yana mening tishimga tegishga boshladi. Mavqimizni birabjimi qo'rqitdim, nima? Jab un chiqmaydi-ya buning. Sizlar nimishqa men bilan qilala, ha? Dedim g'ufkim, men sizlarga amroq. Lekin men sizlarga uncha amroq emas. Mushkullar bor-ku. Sizlarni qumliqdan chiqolmay, o'lib ketgan deb tilaydiganlik qoldim. Hay. Safarga chiqadigan chog'da bundoq gaplarni deyishmayli. Van boshliq shundoq degach, mening muramga yenikkini urib qo'ydi. Ondan yanchog'idan bir tal tamakini ilib, menga sung'ash dedi. Ig'ramoqchimi ofkam? Bu odam sizga bak amroq. Shuni siz bilan mushundoq hapilishib qo'ydi. Kim biladi, keyingi kunlarda qalbingizda o'chmas izlarni qoldiramdi texi. Men ortiq gap qilmay tamakamni chekishga boshladim. Oninggacha taraq qilgan ovoz chiqib, yenimizdagi mashinaning eshigi ochilib, mashindan shu professor tushdi. Ondan hammaylan jam bo'lgandan keyin Van boshliq qisqa qilib plan tuzishga boshladi. Yo'ldoshlar, baya men bizning yangi amroyimiz Matto'xti Matquvonning surishtisini qildim. Darvaqa odatga odam emaskan. Yuqorining ta'minlagan uchurga asoslanganda, ilgari bu odam mo'sh joydagi xizmatlarga mas'ul. Men bilan birga o'qigan savodishim cho'li boshchiligidagi qidirib tekshirish atirtini boshlab, 3 qitim qumliqqa kirib ekan. Har qitim zo'r natijalarga erishibdi. Ya'ni kelib har yili nurg'un gavharlarni davlatga topshirib turadigan odam ekan. Shundaqla yuqoridan bu odamni 3 qitim Bejon taklif qilibmi, akalanmabdi ekan. Shunga biz 1 yil saqlasaqmi, cho'qim uni opirishimiz kerak. Qarshi fikringlar bo'lmasa, o kelgandan keyin yo'lga chiqsaq demoqchiman. Qandaq? Ojon, Matto'xti Matquvon dedingizmi? Voy, mushuning hammasi bir odamning ismimikan ya? Tasli qapti 12 maqomni ism qilib qo'yg'ila. Voy, Saydaxon, tapmaydigan gaplar yo'q aslida. Bilasizmi, xotanda shundoq uzun ism qo'ydi. Biz qumliqqa kirgandan keyin dastlabki planimiz bo'yicha Kamoljon degan yerlarni topamizaqmi? Quruq qo'l qaytib chiqmaydiganligimizga ko'zim yetdi.
Nemishqa bundaq deysan deyish olam mumkin. Eliq yangi amroyimiz nurg'un joylarni biladigandek qiladi. Shunga bu qitimliq safarimizda xeli cho'ng umid bor. Shunda o'sig'i obdan bo'ladi. Shunda qilib hammaylan davomli saqlaydigan bo'lishib, mashinaga chiqib aram oldik. O'ylamagan yerdan Matto'xti Matquvan degan odam bizni yana 15 kun saqlatgandan keyin Aran deganda mahallaga kelganligini anladik. Biz maslahatlashib, shu professor bilan Van boshliq ikkaylan Matquvanning uyiga bordigan. Qolganlar mush yerda saqlab turadigan bo'ldik. Van boshliq bilan shu professor ketib, uzoqqa qolmayli qaytib keldi. O odam qana, kelmabdi-ku. Biz bilan birga bormamdikan. Dastlabda o'nimag'anti. Keyin biz bak chang turib oldik. Ondan ma'qul dedi. Amisi ajab kelmabdi-ku. Uydagi narsalarni hukumatga topshirib berib, ondan kelaman deydi. Bo'pti, saqlab turayli. Voy, yana saqlamdiq. Xotin kishidek azmisini izib, ajab to'yg'az deya odamni. Ömrümde moşundaq azmisini izdiğanlı bilen en xoşam yo'q demenim. Biz amalsiz yana saqlashga majbur bo'ldik. Vaqt bakmu tasti o'tib, oxiri kashf bo'lganda, eliqi kishining yiroqdan kelayotgan gavdasi ko'rinishga boshladi. Ana. O'sha odam shu. Keldi. Van boshliq yiroqdan biz tarafga qarab kelayotgan bir odamni ko'rsatib, hayajonlanib ketdi. Kelayotgan odamga tafsili qarab chiqdim. Bastlik. Uzun chechi paqpiyib ketgan. Shundaqla qovul ko'rindigan mursiga eski chaponni yepinchi qilib yepib olgan. Bir qarashqa xuddi qalandargili o'xshaydigan kishi edi. O kishi yenimizga kelgan chaqda Van boshliq avvalqidakla hayajon ilkida uni tanishtirishga boshladi. Ko'pchilik, sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq Matto'xti Matquvan. Bizning yangi qo'shilgan hamrohimiz bo'ladi. Men sizlar gapini qilgan. Ma qaysa? Ma ismlari yomon bak uzunkan. Matquvan deb atayli. Qumliqqa kiray. Eliq qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emasmi? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bak ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammolar, o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saroq qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma fikimiz tansingdak chiroyli bo'lganda ekan. Biroq jin olvosining yavitishi aniq deyma. Voy, onay, qaylab yig'slar oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan. Mushu chapanka. Tagli makonda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 6-qism. Saidi shundoq degash, yilqi odam bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Orqadan shu professor ko'rishdi. Orqadan men ko'rishdim. Men uning bilan ko'rishgan chaqda u chiroyimga bak qarab ketdi. Uning qarishidan yuzimga bir nima chaplashib qolganmidi deb, chopinimning yengi bilan yuzimni surtib ketdim.
Yüzünü sürtüp ketmesin butdi. Men silni tunuytma. Silning yosh turib o'lib ketishlardan ansirab qoldi meni. U shundoq degash tabassum bilan kulib qo'ydi. Men o'lamdim? Sizlar meni tonuylar? O kishi javobning o'rniga kulib qo'ydi. Menmi uning gap qilg'usi yo'q bo'lsa zo'rlab yurmay deb ko'ziga kirib-olmadim. Ko'pchilik. Amsa ata rasmiy qumliqqa kiramiz. Hozirdan boshlab chechilib ketishga, o'z oldiga harakat qilishga qat'iy bo'lmaydi. Shundaqla ma'u soatni berikinglarga taqib olinglar. Har qanday yer, har qanday joyda xatarni bayqasak, soatning mana ma'u qizil ko'ripkisini bosamiz. Bu orqali o'zaro belgi bo'ladi. Yana ma'u tarafdagi belgi surtini bosanglar, bevosita bizning idoraga ulinadi. Shuna mush soat bo'lsa, xatarlik ahvoldan ansirab yurish hojatsiz. Undaq bo'lsa, endi boshqa ishlar bo'lmasa, balduroq orom elib, at saharda yo'lga chiqaylik. At saharda Kamolja yo'l boshlaydi. U bizni 13 yil burun o'z hushidan ketgan joyga boshlab bordi. Ondan keyin qolgan ishlarni bamaslahat qilishimiz. Undaq bo'lsa, hammanglar berib yaxshi tayyorlik qilinglar. Van boshliq so'zini tugatgandan keyin hammaylan orom oldik. Xatolashmasam, at qumliqqa kirishim muqimlashib bo'lgan edi. Men mashinaning derisidan sirtqa qarab, atidagi ishlarning o'ngishli bo'lishini xiyol qildim. Tong saharda mashinalarni qo'zg'itib, qumliqqa qarab yo'l oldik. Biz birdan mangandan keyin 13 yil burun men balalar bilan birga kesib o'tgan heliqi to'g'riqlikdan kesib o'tdik. Garchi u ishga bak uzoq bo'lgan bo'lsa-mu, qumliqqa uzoqdan uzoq qarab turgandan keyin qumliqda yugurib ketayotgan Simoyini ko'rgandek bo'ldim. Musha sho'kan. Men mush yerdan udul yugurgan. Ams qumliqqa rasmiy kirayli. Van boshliq hayajon ilkida shundoq degash, mashinani men degan yo'lnishga qarab haydadi. Biz shu holda birdan mangandan keyin asli men butunlay qop-quruq bo'lib qoldi. Har qancha qarabmi, hech nimani aslayolmadim. Qarg'on seri qumliqning hamma yeri o'xshashdakli bilindi. Oxirini men pastga tushib, hojatga bag'ash yaxshiroq o'yinib olay. Men aron deganda mushu bahonani topdim. Ko'pchilik ma'qul bo'lib, mashinamni to'xtadi. Mashinadan tushgandan keyin atrofni kuzatgach, hojat qilgudak yer izlab maqdim. Birdan men oldi tarafdagi qum dovisiga ko'zim tushib qoldi. Orqamga qarab qo'yib, qum dovisi tarafga qarab maqdim. Yetib kelgan chig'imda qum dovisining ustiga chiqib hayron qoldim. Chunki qum dovisining yana bir tuvan tarafida 4 odam yo'g'on idishni tiklab qo'yib, yog'och qochida musallas ichib o'tirgan edi. İşçeme koypamız 70 evladınla şu... Akan qarag'ay ko'tirib etdi bamisa. Mahkumsi bakışı dikeni. Yaman nimikem o. Salava chapanni sen bilan tuzuk bir etishma va. Gülevemsi. İşte. Sana geldi o. Bana geldi mi? İşte. Aka bunu. Ularning paranglari shunchalik qalaymiq. Qarashdilar, hammasi shundoq sapra odamlar edi. Daqiqa o'tmayla ular chaponlarini silib tashlab, urushib, mushtashib ketishdi. Men bu joyda hojat qilsam bo'lmaydiganligini his qilib, orqamga yonay deb tursam, orqamdan birining ovozi anglandi. Fukam, nimaga qarayapsiz? Orqamga qarasam, shu professor ekan. Men shu professorga heliqi odamlarni ko'rsatib, "Ular bo'lmamdi aka." Professorma hayron bo'lib, ko'zoynagini necha qitim surtib, yenishlab qaragandan keyin dedi. "Voy tova.
mush yerdimi odam bor ekan-ku. Shuni demamsiz. Bu yerda hojat qilib bo'lmoqdak. Bo'ldi, qaytib ketaylik. Ma'qul. Qarsam gap so'zlardan ancha saq emaskan. Ikkisi bir-birini o'ttirib qo'yamdi nima, ha? Yaxshisi jimmid ketib olaylikmi? Shu professor ikkimiz shu paranglar bilan qaytib kelgandan keyin ishlarni boshqalarga so'zlab bersak, hammasi tangla hayron qilishdi. Bo'libmi Saidi? Man qaylaslar? Xato ko'rib qilishmaganlar? Yo'q, xato ko'rmadik. Amsa tush ko'rib qilishmaganlar? To'li chaqchaqimizlar odamni zoniq etib. Manda optop o'tib qoldimiki, deyman Kamoljon. Bo'ldi, talashmanglar. Biz avval berib qarab boqaylik, ha? Van boshliq parangimizni o'ttirdan bo'libla berib beqish taklifini berdi. Bu gapga Quvan tozdan boshqa hammaylar qo'shildi. Faqat ular bormayman deb ching turib olg'ashqa, boshqalar berib boqadigan bo'lishib, eliqi qundovisiga yiqilib maqdiq. Nemishqikin yuragim bir shumliqni to'ygandek ansi so'qib ketib-atdi. Biz eliqi qundovisining ustiga chiqib, shunda qarabmi, odam emas, biror tal iznimi topolmay qolgandan sirt, yarim kundan ortiqroq vaqtni shu yerda isrof qilib etdik. O'lmakning ustiga tepmak degandek, Saidining sesiq gaplari ichimni siqishga boshlagan edi. Vay. Aramizda uxlamay tush ko'rdigan odamni yolg'iz Kamoljon deb o'ltasam, aslima shu professorningmi shunday xuyvakin emasmi? Hey, siri, nimandaq gap qildi deyman. Boya men rost ko'rgan. Ishimizlar shu professordan so'rab baqsizlar. Voy, da'vatiman shu professorningmi sizga o'xshashgan deb ishkanlar dada boladek naq deb chiqqan kanslar emasmi? Sizlarda nima demoqchi? Men terikib, ovozim sal yuqoriroq chiqib ketdi. Demisimi, biz bunda g'alati ishga yo'liqqanda Saidi degan abga qerining nemish qilg'ini bu? Aniqli o'laman desa bir nima qilaman degani bo'lmay nima? Ichimda shularni o'ylab, qo'zg'im texmi ko'pib, boyqi qobiliqning hammasi biroqli maydamga o'rlab chiqib, zodili bo'lolmay qoldim. Ichimdan bir xil kuch Saidi degan qeri qalining gilig'i dassa, qo'zg'ig'i tap, ojisini ol, singlisini yotliq qilib degandek qalaymuqan so'zlar bilan o'g'amni qaynitib, kallamni qalaymuqan qilmoqda edi. Jumladan men boya ko'rgan 3 haroqkashning biriga aylanib qolgandekli bo'lib qolgan edim. Kamal, kallamni silkibatdi. San rastli issiq o'tib qopdi mana. O'zimni shundoq bazlab oran turganda Saidi yinimga kelib yana gap qildi. Ukam, nimanda qayri maymunning qo'ngidek qizirib ketla. Mansa berib aram elvasla asraq. Uning so'zini anglab chidag'uchiligim qolmadi. U mayli yaxshi niyatli degan bo'lsin yoki yomon niyatli degan bo'lsin, ish qilib meni maymunning qo'ngiga o'xshatdi. O'zimni har qancha tutib olay desammi, faqat amal bo'lmay chopinimni silib yerga otdim. Bu o'lgur 70 pistoni. Sen qayri qalining zodi nima gapim botdi? Bugun gapni o'chiq qila. O'chiq qilmaydigan bo'lsang, men sallabli tilladim. Saidi nimish bo'g'inni anqiramay turib qolgan edi. O'ylamagan yerdan mening orqamdilla shu professor chapalni silib yerga otdi. Saidi degan lota. Sening zodi bir gaping bor o'xshamamdi, ha? Qarab turib tilovatsan-ku. Saidining chiroyi o'ngib ketdi. U amdi eg'izni qimiriltay deyishiga boyitin beri gap qilmay qarab turgan van boshliq yugurib berib uning biligidan tatdi. Hay, Saidka, jim tusala deyma. Hech nima demisizlar. Bo'lmasa ularga tilligandek og'inib qoladi ekan. Van boshliq shundoq degash Saidiga tasalli berdi va asta uni orqaga yantirdi. Uninggacha menmi ozroq aslimga kelgandek bo'lib, joyimda o'ltirib qoldim. Ondan tamakidan 2 tal ilib, birini shu professorga sundim. Ikkimiz xeyli uzun tamaki chekkandan keyin ko'zim sal yaxshilanib, aslimizga kelgandek bo'ldik.
Ukam, men mast bo'lib qolgandek bo'lib qoldim ya. Qandoq deyla? Yana ozroq terikak bo'lib qoldim. Bu ishlar zodi bir xil turdi. Eng yaxshisi biz qaytib ketilimiki, ukam. Ichimda bir narsa to'xtamay, mush yerdan ket degandek to'ylab ketyotdi. Uning ustiga mushu paylimda Saidini ko'rsam, dasti tutgandek qilaman. Men shu professor bilan paranglashib, uningdagi va o'zimdagi normalsizliklarni ko'rgandek bo'ldim. Va tuvandagi ishlar kallamdan kechdi. Birinchi, shu professor boyiqi harakashdan biriga o'xshab qoldimi qandaq? Ikkinchi, o'zimmi azaldan xalqning ochisi, singlisini 70 avlodin tillaydigan nomardlardan emas. Lekin boya menmi dal shunday qildim. Demak, men dal ikkinchi harakashga o'xshab qoldim. Uchinchi, shu professor boshqalarni qalaymiqan tillaydigan yoki urdigan yosh bola emas. Balki o'zini to'xtatgan yuqori darajalik professor. Begardili Saidini tillab ketishi mumkin emas-da. Yana bir nuqtadan aytganda, meningmi undaq ishlarni qilishim mumkin emas. Men mushu 3 nuqtadan o'ylanib, ikkimizning normalsiz bo'lib qolganligiga to'liq jazm qildim. Shu aka, men sizning fikringizga so'zim oxirlashmay turibla, shu professor yinimga kelib, gilimni siqishga boshladi. Bekardan tilaysın adamni, ha? Kögülükünü bir körsatmasam. Yana tillari. Yana tilla. O shundoq degash gilimni siqishga boshladi. Har qancha qilsammi, uning qo'lini ajratolmagandan boshqa nafasdan butunlay uzilib qoldi. Bir chaqda Said Van başliq, matquvallarning yugurib kelganini ko'rgandek bo'lib, yuragim joyiga tushdi. Afsus. Heliqi uchi bir bo'lib xeyli hapilashgan bo'lsa-mu, shu professorning qo'lini ajratolmadi. Oxiri ko'zim qorong'ulashib, hoshimdan ketdim. Ko'zimni ochsam, mashinada yetibdimi? Mashinaning silkinib turgandan qaraganda mengayotgandek qiladi. Atrofga qarasam, yonimda hammaylar paranglashib o'ltiribdi. Men ularni ko'rib so'rdim. Hey, biz hozir nerede? Biz qumliqda texim ishkirlab kiryapmiz. Saidi bir qitim bo'lsa-mu sesli gap qilmadi. Men kulimsirab turib, boya bo'lgan ishdan xapomisizmi? Sizlar bilan qasdan urishmadim. Boya deydi-ya mabala. Oy, ishqi bugun 3 kun bo'ldi. Sizlarga issiqning oti bo'z o'tib qolgancha qo'yajma? Oy, 3 kun? Men 3 kun yotdimmi? Ha, shunda bo'ldi. Doktorga opirlik desam, matquvan bunda ishni jiq ko'raptikin. Ishnim bo'lmaydi degashga opamay o'zimiz bilan birga etmoqdik. Haras, shu professor qani? O'yidammi ba? O kuni qasdan qilmadim deydi. Xapilab ketmaslikmi? Endi u odammi bakaga silning gallarini siqmaydi. Aşağıdaki qumda masala bor ekan. Yaqay, men xaplaydigan odam emas. Saidining gapini anglab, yuragim sal joyiga tushdi. Amisi biz hozir nega mangdoq? Nega bo'ladi? 13 yil burun eliqi mo'minlarning uyining gapini qilganmi? Naq shu yerga mangdoq. Chaqchaq qilmang aka. U mening mo'mim emas. Deymi? Lekin u yerni qandoq topamas? Silini uchratqa iliqi yavag'a. Shu yani biz topamiz. Qag'a yani sili topala. Qanda uğan balu, cüretlari bormi ya? Hamma siliga qalashliq bo'lib qoldi juma ukam. Maqa, kirsa kirdik. Kimdan kim qo'rqatdi? Men eg'zimda bundaq deb qo'ygan bilan yuragimda yanala ansirab ketyapti. O'zimning ko'pchilikka yuk bo'lishdan boshqaga qarg'i kelmaydiganligimni bilatdim. Lekin ish bu darajaga yetganda boshqa kelganni ko'ramiz demakdan boshqa amalmi yo'q. Shunda xiyol qilib tursam, shu professor mashinaga chiqdi. Uning chiroyidan xijil bo'lganligi chiqib turadi. U yonimga kelib o'ltirib dedi.
qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emasmi? Bir qitim chirpaqsizlar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sildigan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi hamda kelgan o'xshaymiz. Hamma ola, o'shar bo'lalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida adam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma fikimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, olmay. Qaylab yig'slar oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushi chapoyga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar. 7-qism. Men eg'zimda bundoq deb qo'ygan bilan yuragimda yanada ansirab ketyapti. Özümning ko'pchilikka yuk bo'lishdan boshqaga qarg'i kelmaydiganligimni bilatdim. Lekin ish bu darajaga yetganda boshqa kelganni ko'ramiz demakdan boshqa amalmi yo'q. Shunda xiyol qilib tursam, shu professor mashinaga chiqdi. Uning chiroyidan xijil bo'lganligi chiqib turadi. U yonimga kelib o'ltirib dedi. Qandoq tursiz ukam? Men yaxshi. Sizchi? Men ya og'rib qolmadim. Lekin qaysi kun bo'lgan ishlar sal ta'sir qildimi, kayfiyatim zodil yaxshi emas. Oldingizda iyaga kirib ketgidek bo'lib qoldim dema. Yo'q, undaq demisizlar aka. Men to'g'ri tushunaman. Siz bilmaysiz. Siz o'shingizdan ketgandan keyin Matquvonjon inimizga kelib, bu yerda uzun tutsak bo'lmaydi. Bu yerdagi zaharli qum idamni sapraqib qo'ydi deb hammamizni qaytirib ketdi. Ish qilib men qarsammi, u kunki ishlar normal emasdek. O'ylagan seri Saidi bilan sizga qarab xijil bo'lib ketyapman-da. Uningdan boshqa shu kundan boshlab bakli sapra bo'lib qoldim. Lekin bara-bara o'zimni kontrol qilishni o'rganyapman. Shug'unisi qumdan chiqib bo'lguncha nerv kasalliklar doktorxonasiga loyiqli bo'lib qolgandekman. Bu zodi qandoq ishdi deyman. Matquvonjon shu yerdagi qumning ta'siri dedi. Qarsam u ozroq narsani biladigandekmi turdi. Lekin ko'chilab so'rasam, kulib qo'yib gap qilmadi. U kishi degandek zaharlandikmikin yoki menmi faqat tegiga yetanmadim. Shu professor eg'ir tinib qo'ygandan keyin jimib ketdi. Mashina asta-asta ilgirlamoqda. Kallam beshiba oxiri yo'q nurg'un savollar bilan to'shib ketgan. Yetib xiyolimga kelganicha o'ylab baqdim. Birinchi, men qumliqqa kira-kirmayla 13 yil burunqiga o'xshash g'alitli ishlarga yo'liqdim. Ajaba bu mundaqli to'g'ri kelishmidi? Yoki qumliq menga alohida muomala qilyapti? Ikkinchi, nemishqa men yo'liqqan ishlar to'g'ri kelib qilish emasdek. Xuddi orqa ko'rinishida birining qo'li bodek to'yiladigandir. Uchinchi, agar u ishlar bir tasadduqiylik deb o'zimni alday desam, nemishqa bundaq ishlar doim mang'ali ushtiraydi. Bu qitimmi naq hiliqi 3 kishi boyaga kelganda mening hojat qilg'im keldimi yoki ular men siydigan joyga kelib aroq ichib o'ltirib oldimi? To'rtinchi,
Heliqi qumlar odamni zaharlasa, shu professor va mendan boshqa hech kim zaharlanmadi. Demak, bu undaq oddiy ish emas. Biz yana bir kun mang'andan keyin ko'pchilik mashinadan tushishga boshladi. Voy, qassam qapirib ketdi jama. Voy. Menimi qapirib ketdi ukam. Voy. Ay, to'la odamni do'rmislar jama. Heli baka terkib qolaman. Saidi bilan shu professor gap takallashib mashinadan tushdi. Shu professor hali hamma shundaq sabra edi. Ulardan ansirab men mashinadan tushdim. Tushib turishimga van boshliq yenimga kelib gap qildi. Qanday ukam? Bu joyni tanidingizmi? Yo'q, bu qayer bo'lib ketdi? Bu dal 13 yil burun biz sizni qutqizib olgan joy shu. Lekin men bu yani faqatla asliyamdim. Qarasam hammasi o'xshash qumliqdakla bilindi. Albatta shunday bo'ladi-da. Chunki bu yer yildan yilga o'zgarib turadi emasmi? Endi qanday qilamiz aka? Qanday qilatdiq? Siz yo'l boshlab, bizni o'zimiz qalayimqanchilik yo'liqqan hamma joylarga boshlab opiring. Ko'rib boqaylik. Bu esimga ololmasam qandaqmi yo'l boshlab bora olayman? Men o'ng'aysizlanib turib qoldim. Van boshliq mening bundaq turg'inimni ko'rib, ko'nglimni tushangandek bo'ldimi? Yana savol so'radi. Undaq bo'lsa, hech bo'lmasa Heliq mo'mayni uchratgan joyni topa olasiz. Men atrofga tafsiliy qarab o'tgandan keyin yana beshimni chayqadim. Yo'q. Qarasam hamma yer o'xshashda hil turdi. Osh gapini topsaq, hech bo'lmasa 50% umid tug'iladi. Amsa biz atrofni mashina bilan izlab boqsak qanday deysiz? Ma'qul. Shunday qilaylik. Biz maslahatlashgandan keyin atrofni aylanishga boshladik. Lekin yarim kun aylanibmi, heliqi mo'mayning kapisi uchirmadi. Van boshliq bag'an seri umidsizlikka cho'mib, to'xtamay tamaki chekib ketyotdi. Uning bu holatiga qarab, men xijil bo'lib qoldim. Demisimi, men qumliqqa kirishdan burun ansirgan ishmi dal mushu ish edi. Lekin men qumliqqa kirishdan burun mushundaq bo'lishini bilgandek, qumliqqa kirmayman desam, van boshliq bilan Saidi zodi kirmasang bo'lmaydi deb turibdi. Men hech bo'lmasa mo'mayning kapsini bosimi tepib beray deb o'ylasam, kim bilsin? Qumliq osonli o'zgarib turdi ekan emasmi? Hech ahmoqandan sirt biz toki qorong'i tushguncha aylanibmi, hech nimani topolmay boya kelgan joyimizga kelib qoldik. Shu professor ko'zoynigini ilib surtkash gap boshladi. Voy. Bu ishdan hech qanday natija chiqmadi. Ko'pchilik, endi qanday qilamiz? Qanday qilatdiq? Chedirlarni mushiyaga tikib, bugun kechini mushiyada o'tkazaylik. Ondan ati bir kun yana davomli izlab boqaylik. Agar halimiz bo'lsa, ati bira yeb uch tepilib qolar. Navoda atim hech qanday bir narsa tepilmasa, matquvan degan joyga berib boqaylik. Nimali bo'lsin ish qilib, quruq qaytmaymiz degan gap. Biz chidirlarni tikib yotqudak joylarni ratlab bo'lganda, allaburun qorong'i tushishga boshlagan edi. Biz ilvagan narsalardan yeb qo'saqni to'yg'izgandan keyin hammaylan orom elish uchun kirib ketdik. Ala hazal yarim soat o'tmay sirtdan birining varqirgan ovozi anglandi. Chimba dedim. Sirtdan anglangan ovoz Saidining ovozi edi. Yugurib chiqsam, mendan boshqa hammaylan sirtga chiqib bo'lgan bo'lib, Saidi ko'pchilikka gap qilib atadi. Qaqqatlab beqslar, o yerda bir odam gul hayondirib o'ldirdi. Hammaylan Saidi ko'rsatgan tarafda valildab kuyayotgan o'tni ko'rdik. Lekin Gulxon yenidagi qop-qora uzun kiyim kiyib olgan gavda odammi yoki boshqa narsami aniq farq atkilib bo'lmayotdi. Qaraganda natijasiz qaytib ketmaydigan bo'ptiqda. Van boshliq shundoq degash oldiga necha qadam mangdi. O'ylamagan yerdan matquvan yugurib kelib, Van boshliqning oldini to'sdi.
bo'lmaydi unga. Sizlar bu yani uqmaytli hocam. Eng yaxshisi chiqmaylimakma. Neymiş bu adam bilan paranglashib boqmaymiz deymi? Qumluqning o'ttirisida adamni mishitqanda. Amsa, men uni rasm tortib isbot qilib saqlab olay. Ani bu ishlarimiz natijasiz qolmaydigan bo'ldi. Van boshliq shundoq degash, yenidan apparatni ilib, o'xshamagan o'rindan bir necha parcha suratga tortdi. Ondan hammaylan chidirga qaytib kirdik. Bexatarlik uchun hammamiz bir chidirga kirib o'ltirdik. O'ylamagan yerdan 5 minut o'tmay chidir sirtida qattiq bo'ron chiqib, nurg'un putlarning qum ko'shgan oyoq tevishi anglanishga boshladi. Yana demiqimga bilinar-bilinmas xushpuroqmi o'rilishga boshlagan edi. Voy bu sirtki kimdi? Ay, to'xtama. Men qarab boqay. Saidi bilan shu professor pas ovozda shundoq deyishgandan keyin shu professor asta engishib chidirning latisini ozroq qayrib turib, ko'ringan yo'chiqdan sirtga qaradi. U birdam qarab turgandan keyin rangi o'chgan holatda ayol kishining oyog'ini ko'rdi. Tova. Mushunda qum bo'ronda bu yerda ayol kishini ish qiladigan-da, ha? Yo'ldan ezib qolgan bir qiz bo'lib qolmasa yana. O'cho, ma ishni ko'rang. Hammaylan hayronlik bilan bir-birimizga qarashib turib qilishdik. Faqat Matquvalla ancha hayron qolmagandek qiladi. Van boshliqmi menga o'xshashla Matquvanga diqqat qilgan bo'lish kerak. Pas ovozda uning yeniga kelib so'radi. Sizlarcha sirtkisi odammi-du? Matquvan gap qilmay yo'q degan ma'noda beshini chayqadi. Amsin nima-du? Menmi buni aniq bilmayman, lekin shu qum xalqimikin deytma. Ha? Qum xalqi? Xatarlikmi? Matquvan yana beshini chayqadi. Xatarlik emasmi? O bayiqiga o'xshash beshini chayqib edi, van boshliq taqozolik bilan so'radi. Asta, boshlaring to'la chaqavama gap qisili deyma. Menmi buni toza aniq bilmayman. Ishqilib imobaldan boshqalari teshig'i chiqishmaslimoqmi? Matquvan shundoq deb meni ko'rsatib qo'ygandan keyin qatlimi karvatga chiqib, o'zini tashlab uxlashga tamshadi. Men uning yeniga kelib so'rdim. "Sizlar meni damla?" U javobning o'rniga ha degan ma'noda beshini langishdi. "Amsi men sirtga chiqsam bo'lamda?" U yana gap qilmay ha degan ma'noda beshini langishitgan edi. Baydan beri hech nima demay qarab turgan Saidi Matquvanga sesiq gapni o'qdak yog'diribdi. Apla deyma ukam. Voy bir og'iz gapni ortiq qilsa nech pul ziyon tortiyla. Qaylab baqsam qumga chiygandan biri gap deganni gram misqallab qilyotila. Ish qilibcha gaplari oltindanmi qimmat bo'latida. Agar ma'qul ko'rsla, kamini bir gapning donasini 1000 so'mdan olay, jiqroq gap qilib boy bo'lamanmanla. Shu banada bizmi iniqroq tushunib qolalar, maqama. Saidining sesiq gaplarimi Matquvanga ta'sir qilmadi. U avvalgidekla Saidiga qarab kulib qo'yib, yana beshini cho'kirib yetib oldi. Biz har qancha gap qilsaqmi, u gap qilmag'ashqa, amalsiz sirtga chiqib sinab beqish qaroriga keldim. Ondan ideya bo'yicha tayyorlik qilgandan keyin cho'nqur nafas ilib sirtga qarab maqdim. Voy nega borsiz ukam? Shu sirtga chiqib baqaymikin deyman. Chaqchaqimanga ukam, tala chiqish shart bo'lmagan ekan. Eng yaxshisi bir kechini tinish o'tkazib, at bu yerdan sog'-salomat ketaylik. Voy, shu professor. Bu nima deganlari? Biz bu yerga mushundaq ishni tekshiramiz deb kelgan-ya? Amiz qandoq qilamiz? Ha? Qarab turib bu balani yolg'iz sirtga chiqarib qo'ysak qamlashmas. Qancha aniq qilsaqmi, mushundaq jon bilan o'ynashib aniqlamdik. Hammanglar ko'rdinglar. Qumliq deganda odamga har qism ishlar uchrab turdi ekan. Masalan, meni misolga olsak, 3-4 kundan beri bekaga terikadigan sapramijaz odam bo'lib qoldim. O'zim bilaman. Bu mening o'zmaylim emas. Shunga har qanday ish bo'lsa-mu, Kamoljonni yolg'iz chiqarsak qamlashmaydi. Shaka. Menmo Kamoljonni sirtga yolg'iz chiqarg'izayli demadim. Faqat qaytib ketayli degan so'zingizga qo'shilmayman da'vatman.
Ван башлык шу профессорның чин turib olganligini ko'rib, oxirgi qarorini o'ttirg'i qo'ydi. Ko'pchilik qumga chirishdan burun hammamiz mushta bo'ladiganligini bilgan. Dal mushunda bo'g'ini omatimizning kagini. Biz hargiz bundaq kichikkin qiyinchilikni ko'rib oqimizga yansa qamlashmaydi. Agar katkisi bola bo'lsa, mashinadan ana ikkisi bor. Birisini bekalab berma. Bo'libmi shu aka? Men sizlarni professor bizni nazorat qiladi, bir ishga yo'liqsaq, yo'l ko'rsatdi deb akagan. Kilakanmay bazgakdek titrab beramikin deb apkamigan. Sizlar bizga boshlamchi turib bundaq degan-da. Boshqalarning ko'ngliga nima xiyol kelmoqchi? Buni bilib bo'g'ilmaydi. Van boshliqning so'zini anglab, shu professor mo jimib ketdi. U qatlimi karvat ustida o'ltirib, tamakidan bir ikkini ulab chekivatgandan keyin dedi. Amiz qanday qilamiz? Kamaljon bilan ikkimiz sirtqa chiqib qarab boqayli. Boshqalar musha jim o'ltirib turinglar. Qanda? Van boshliq meni boshlab sirtqa mangay devidi. Matquvan uni to'sib qo'ydi. Hoy, hujam, kelganlar sizni izlab kelmadi maqma. Ima baldan boshqalari sirtqa chiqsa bo'lmaydi. Sizlar qanday bilalar? Men buni bilmay qolinglar. Kelganlar biri mushu balni izlab keldik. Kelgancha, ma balni sirtqa chiqarishmasang hammani yasakma deydi. Hozirmi mashinamizni yasab bo'laqliq. Matquvanning bu gapini anglab, kulkam qistab ketdi. Boshqalarga qarasam, Saydimu menga o'xshash kulkisini tasdi besib turgandek qiladi. Van boshliq Saydi ikkimizga qarab, gilini qirivatgandan keyin gap qildi. Meningcha Matquvanning degani to'g'ri. Nemishqa bunda deysan, desanglar, mao Saydi biladi. Biz bu yerga sonsiz qitim kelgan, lekin bir qitimmi menda g'alit ishni ko'rib boqmagan. Lekin mush Kamoljon paydo bo'lsa, g'alit ishlar o'zi bizni izlab keladi. Masalan, 13 yil burun biz Kamoljonning yo'l boshlashida Mo'mayning uyiga boramiz deb menib, natijada necha qadam menabli qumboranga yo'liqqan. Mana bu qitimni Saydi bilan birga kirib, g'alit ishlardan neri bo'lolmadik. Ondan aras 4 kun burun shu professor bilan Saydi nadin kelgan noma'lum Ushsaboyga yo'l qo'yib, shu professor sarang'ulab qoldi. Yo'q, sabravlab qoldi. Lekin Mao Kamoljonga qasong diqqat qilib baqdinglar. Zaboylarni ikkisi tang ko'rgan. Ikkisi o'xshash sabravlab qolgan. Lekin Saydi shu qumliqdan ayrilgandilar, mana normallashib ketdi. Ammo shu professorcha hozirgacha hammamizni ko'zil tillab yuradi. Demak, Saydi bizga o'xshamaydi. Mush nuqtadan elib etsam, Matquvanning deganlarining asosi bor. Shundaqdimi bu balani yolg'iz sirtqa chiqarsak qandoq bo'lar? Manda qildi. Yolg'iz chiqmasin. Yana men birga chiqay. Qanday Matquvaniston? Qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan Mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emasmi? Bir qitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yagishmisizlar. Sildigan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammolar, o'shar bolalar. Hammang bishing deysan.
Ben onu özünün pokunu özü yeydiğen saran qıp qo'yay. Qumluqning o'ttirisida adam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukamiz tansingdek chiroyli bo'lgandikan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, olmay. Qaylab yig'sla oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chaponga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 8-qism. Shundaqdimi bu balon yolg'iz sirtqa chiqarsa qandoq bo'lar? Manda qilla. Yolg'iz chiqmasin. Yana men birga chiqay. Qanday matquvavstam. Van boshliq shundoq degash matquvanga qaradi. Matquvan bo'lmaydi degan ma'noda bosh chayqagandan keyin van boshliq yana menga qarab dedi. Ukam, siz yanala o'zingiz yolg'iz bir chiqib beqing. Men ishkim yo'chiqidan sizga qarab turay. Navoda biray ish chiqqidak bo'lsa, siz qattiq vaqirang. Biz sizning oqingizdan sirt chiqib, sizni qutqizib oladi. Qanda? Men ma'qulligimni bildirib, sirtqa qarab maqdim. Sirtqa chiqqandan keyin hayronlikda turib qoldim. Chunki ko'z oldimda odamga o'xshaydigan. To'g'risi, kiyim josiga esib qo'ygan, uzun chapanga o'xshaydigan bir muncha odamlar menga qarab turadi. Har qancha qarg'an bilanmi ularning chiroyini yoki kiyimlarining sirtiga chiqib turgan biror a'zosini ko'rgili bo'lmaydi. Lekin ularning badan shakli odamga o'xshab qoladi. Men o'zimni xiyoliy sezgi ichida o'xshayman deb ko'zimni necha o'ylab yuzlarimga necha qachat silvasammi, ko'z oldimdagi manzar o'zgarmadi. Aksicha, qayoqdan turib bir ovoz anglandi. Malikiga tizlan! Men asta tizlangandan keyin atrofga qarab, hech qanday malik sifat birini topolmadim. Birdamdan keyin men 13 yil burun purgan yiliqi tunush puroq kuchayishga boshladi. Puroq bora-bora kuchayib, qumliqning rangimi suz qizg'ish rangda bo'lib qoldi. Bir chaqda yiroqdan gulga o'xshash qip-qizil bir narsaning yiqilib kelayotganligini ko'rdim. Hamda barliq xushpuroqlar shu narsadan tarayotganligini his qildim. Birdamdan keyin yiliqi narsa yaqin kelganda ko'rdimki, u qip-qizil rangli taxtiravan. Shundaqla ustida putini sangilatib o'ltirgani qizil kiyim kiyib olgan qiz edi. Qiz menga yaqin kelganda tarayotgan xushpuroq beshimni qoydirib, xuddi 13 yil burunqiga o'xshash beshim qiyib ketdi. Yiqilib ketmaslik uchun ikki qo'limda yerni tirab muqimlashtirib oldim. Sen odamning bolasimi? Nadin anglanğını nama'lum, bayqidek g'alati bir ovozda mendan savol so'radi. Men asta beshimni ko'tarib atrofga qaradim. Qarabla bayqi taxt ustidagi qizni ko'rib, badanlarim bo'sh tushib, yerda o'ltirib qoldim. Dunyoda shundaqmi chiroyli qiz bo'ladi ekan desa, uning go'zalligini hargiz tasvirlab berolmaydim. Navoda tasvirlashga to'g'ri kelsa, qalam sunib ketishi mumkin edi. Shu topda uning bir jup ko'zi menga tikilib turayotgan bo'g'ashqa bardoshlik berolmay qilishimdan ansirab yerga qarab oldim. Birdamdan keyin g'ichirlagan ovoz anglanib, taxt yerga qo'yildi. Nurg'un chapanga o'xshash kishilar birining ustiga biri yotgandan keyin palampay shakllandi. Lekin heliqi qizchaq u odamlarni dassimay ishora qilib hammasini qo'pirvatdi. Ondan o'zi bo'shliqda laylab yerga dassigandan keyin mening yonimga yiqilib kelishga boshladi. Voy jana. Bir qo'limda yuragimni tutib, bir qo'limda yerni tirab o'ltirdim. Shu topda yuragim ko'kragimdan etilib chiqib, parchalanib ketadigan tek. Soqqan ovozi
quloq tüyümgacha anglayotdi. Oxiri qiz yenimga yetib keldi. Bu chaqda put qo'limda mag'dur qanmay yerga yiqilib qolayli degan edim. O'ylamagan yerdan qiz yanchug'idan bir o'zikni ilib, baya yerni tirab turgan qo'limni tutgan edi. O'zimni bilmay yiqilib tushdim. O ancha parvo qilib ketmay kulib qo'ydi-da, o'ng qo'limning nomsiz barmog'iga o'zik sep qo'ydi. Andin orqaga qaytib taxtiravonga chiqdi. Taxtiravan g'ijirlab ko'tarildi. Men ularning qaytib ketish oldida turganligini his qilib, qizning orqasidan yuguray desam, mag'durim yetmay yerda o'milab turib varqirdim. To'xtang! Sizni yana ko'ra olamdim. Qiz taxtiravondan beshini chiqarib kulib qo'ygandan keyin bir tal qo'lyog'liqni chiqarib qo'yibdi. Qo'lyog'liq havoda laylab mening qo'limga uchib keldi. Lekin bu chaqda qizchaqning simosi yo'qolib ketgan edi. Nemishqikin yuragimga bir alam tushgandek, ichimdan bir xil ochiq yig'i chiqib ketdi. Qiz boya ketgan tarafga uzoqdan uzoq qarab turgandan keyin uni qayta ko'rishim uchun nurg'un tilaklarni tiladim. Ishqilib, uni bir ko'rib o'lsam-mu mayli-di. Kimna? Menimi? Saidining ovozi anglishi bilan andikib ketdim. Hushim yig'ilgandek bo'lib, orqamga qarasam, Saidi menga qarab kulib turibdi. Osmonda parqirab turgan quyoshni, sal nerda menga qarab kulayotgan ko'pchilikni ko'rib, o'zimning texchi qumga milinib yotganligimga hayron qoldim. Teximi kallamdan o'tmagan yeri, hozir quyoshmi qumliqni qizitib, qumliq xuddi tonirg'ili o'xshab qolgan edi. Men asta o'rnimdan turib, kiyimimni qiyiqishtirgash, yuragimning og'rib ketayotganligini sezdim. Saidika, yuragim bakli og'rib ketyapti-ya. Nimish bo'ldi zodi? Birakoy pul xajlaganmitla? Yo'q. Qandoq deyla? Amasi nimaga og'riydi-ku u yuraklari? Vajan, nimandaq deydigando mava adam. Nemish bo'lgando deb qalla. Ma biz sizlarga qaylab nemish o'g'ini bilinmay o'ltag'ila saq 3 kun bo'ldi. Ya qopmayla, ya bijmaymayla, yig'layla, kulala. Hatta Vang boshliqmo qumga cheginiga qattiq pushaymon qilib ketdi jima. Nima? 3 kun? Shunda ummamda. Dastlabki 3 kunni oyoq-moyoqqa qalab o'tkazla. Keyingi 3 kunni voy nimada chiroyli-qay, yurakamdan qancha ketdi, jonchi ketdi deb o'tkazla. Eng oxirgi 1 kunnicha voy ketmislar-ey, silikasli men o'liminay, bo'ldi yashamayman-ay deb o'tkazla. Yani bir gün maçta tuğan bolsa, Abdunum rayondan tikuchar, yantuvcharlik kelib, aketmoqchi sizlarni. Yani bir gün işte turbaqamni ya. Voy nima deydigando ma'u adam. Men yarim soat turgandaylik qilgan. Men shundoq degash, qo'limni bir narsaning siqib turganligini his qildim. Va qarabla hayron qoldim. Qo'limda qip-qizil ko'zlik bir uzuk nur chechib turadi. Bu uzuk Ay, ukam nemaga qaylatila? Qo'limda bir uzuk turdi. Mening xotinimning qo'lida ikkisi bor bunda uzukdan. Uzuk degan qo'lda olmay puttulamda. Sizlarga gap qilmabdiman bo'ldi. Men patang'ichi qizdirib o'rnimdan turib ketdim. Ondan bizdan sal nerda o'ltirgan Van boshliqning yiniga keldim. Yeydigan narsa bo'lsa, azroq yesam bo'ldi. Mening gapim oyoqlashmay turibla Van boshliq o'rnidan turib ketdi. Voy Ros. Siz 3 kundan beri tamoq yemadingiz ha? To'xtang. Ilama mavniya. Van boshliq to'q pochig'idan birini, bolka, pranik, qo'rtilgan go'sht degandek bir muncha narsalarni olib kelib, yinimda o'ltirdi. Men ishlarning tafsilotini bilay deb uningdan so'radim. Men chidirdan chiqqandan keyin nima ish bo'ldi? Sizlar qachonlarda orqamdan chiqdinglar? Siz sirtqi ketgandan keyin og'ingizdan sirtqi chiqay deyishimga chidirning oldida yo'g'on bir ish paydo bo'lib qoldi. Xosimiz chiqimiz desak, ishlaydigandek alpoz turdi-da. Uning ustiga men matquvammo hech kim chiqsa bo'lmaydi deb changli turib oldi.
Şuna amalsız saqlab turdik. Keyin bir necha soat o'tib, bo'ronmo to'xtadi. Eliq ishtimi nega yo'qoldi ekan, ko'rinmadi. Shuni bilan biz aran sirtga chiqdik. Bu chaqda bizning chidir, mashina, hamma narsamiz asos jihatdan qumga ko'milib bo'libdi ekan. Lekin siz hech yo'magandek turibsiz. Bir joyingizda qarab turibsiz. Biz mashinani chidirlarni ko'lab degandek aran chiqadik. Mushu jarayonlarga 3 kun vaqt ketdi. Sizni urib boqdik, yuzingizga suv ichib boqdik. Hech qanday inkos bo'lmadi. Oxiri yuqori ma'lum qilaymikin yo o'zim mashinaga bisib doktorxonaga opraymikin deb tursam, aslangiz kep qoldingiz ukam. Bo'lgan avval mana mushu. Shundoq jiqishlar bo'lib ketdimi? Men hayronlikda o'ltirib qoldim. Lekin men ko'rgan ishlarning oldida bunchalik ish hech nima emas edi. Men o'zim ko'rgan ishlarni ko'pchilikka deymi demaymi deb tursam, Saidining ansiz varqirgan ovozi anglandi. Oy, qaylanglar deyma. Oyada bir odam turamdi nima? Saidining gapini anglab, o'rnimdan turay deb tursam, van boshliq muramdan besib o'tirg'izib qo'ydi. Siz o'tirib turing. Men ko'pchilikka bir qarab yiqib kelay. Qumliqning o'tirsizda qanday odamkan u? Menmi billa baray. Shuni da'vatiman ukam. Menimcha odam bo'lish notoyin. Teningi sal ojizlab qoldi. Yanala mushali o'tirib turing. Ayol qanmayli inib kelamiz, Van boshliq meni qoldirib qo'yib, o'zi boshqalarni boshlab mandi. Men ular mengan tarafga qarasam, rostilla qop-qora bir odam o'tirgandek ko'rindi. Bu yerda yolg'iz qolsam, yana bir ish bo'ladigandek bilinib, o'rnimdan endi turay deyishimga o'riq, yog'ochdek bir jup qo'l muramdan yerga bosdi. Bo'ldi. Sen jim o'ltir. Ovoz chiqqan tarafga qarabli cho'chib ketdim. Chunki ko'z oldimda 13 yil burun ko'rgan heliqi mo'moy turadi. Bu lanet shum. Men sen bilan ayrim paranglashman deb boshqalarni ozdirib etdim. Sizli odam bu ya? Nimandaq jindak paydo bo'lib qildi deyman. To'la tilingni chaynama. Bu bala tekkirshum. Qumliqqa yana nima deb kelding? Texi bir munch quyruq aygashtirib ketsan. Sen shum o'zingnimi, ularnimi nobud qiladigan bo'lding? Men silini, yana heliqi xushpura qizni izlab ketdikaman. Bu bishing neydigan? Nurg'un odamni bu patqoqqa so'rab kiribmi? Yani hech bo'lmagandek turib atamsan? Sana deb qo'yay. Hamrohlaring ko'p narsani bilmisin. Agar yana joyilik qilib, qumliq maxfiyatini oshkorlaymiz deysan, hamma mush yerda bishing neysan? Sadig'an ketay mo'ma. Men hech nimani tushunmadim-ku. O'ylamabdiman. Sen shun burunqidimi o'ta do'tlashib ketibsan. Sen jiq ishni so'rama. Sana shuni deb qo'yayki, baldur childigan xo'raz baldur o'ladi. Agar sen hamrohlaringni qumliqdan tirik qaytib ketsin desang, qumliqda ko'rganlaringni ulag'i tinma. Qumliqdagi barliq ishlarni yolg'on deb ularni ishondir. Ondan ulardan ayrilib ket. Haras, yilqi bir nima professor degan qeri to'kornimi o'zingga amroq qilib ol. Umu sana o'xshash qumliqdan chiqolmaydiganlar qatoriga kirib bo'lganlarning biri. Men mo'moyning gaplarini to'liq tushunmagan bo'lsam-mu, ish qilib uning yaxshi gap qilmayotganligini tushungandek bo'ldim. Bo'libmi, meni va shu professorni qumliqdan chiqolmaysan deganini aniq tushundim. Deganlariga qaraganda men qumliqda makonlashib qoldi ekanman-da. Shundoq desakmi bo'ladi. Ish qilib jasading o'chiqqanmaydi. Bu qandoq gap amdi? Nimishqi men bilan shu professorni qumliqdan chiqolmaysan deyla. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bak ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Voy, chaqchaq qilmay odam tushungudek bir eg'iz gap qilmamlammi? Ey shum, to'la eg'izimni g'erishlama. Ma'qul, g'erishlamay metr solaymi hamisa? Hey. Mo'may men bilan chaqchaqlashishni xohlamadi bo'g'ay, xursinib qo'yib orqaga yondi. Hey, nega mangdilar? Mening so'raydigan nurg'un gaplarim botdi. Ya'ni kilamlar ya? Mo'may gaplarimni anglamagandek oldiga qarab meni yivadi.
Mənmi uni tutib qalamaydiganligimni tonib yetib, onunğa gap qilmay qarab turdim. O g'oyib bo'lib, uzun o'tmayla boshqalarni qaytib kelishdi. Ko'pchilik qaytib kelgandan keyin men eg'iz ichib bo'g'icha Van boshliq eski chapandan birini ko'tarib kelib, mening yonimga kelib o'ltirdi. Qarang Afgam. Bizni qo'g'layotgani mush chapan bo'lib chiqdi. Ha? Nima chapan? Ha? Bu bir qiziq chapankan qarang. Xuddi odamdan qochgandek tuydirmay yiroqlab ketayotgandek bilindi ekan. Biz uni ko'rganda yiqildi ko'ringan. Chapanning yoniga borganda chidirlarimizmi ko'rinmay qoldi. Ishqilib bir xil sirliqdan. Van boshliq shundoq degash chapanni o'rib cho'rib qarashga boshladi. Men bu chapanni tonigandak bo'ldim. Bu dal boyqi mo'mayning 13 yil burun kiygan chapani edi. Men ko'zimning quyrug'ida eliqi chapaniga qarab qo'yib, kallamdagi savollarga javob izladim. Degandek ko'rgan ishlarimga odamning ishongisi kelmaydi. Bu haqiqatni ularga desam qandoq bo'la? Agar rostilla mo'may degandek oqibat kelib chiqsa qandoq qilaman? Agar demisam, ko'pchilikka nima deb javob bera olayman? Ham ularning kallasidagi ishlarni qandoq unutuldiraman? Navoda tavakkul qilib boqay desamchi. Lekin mo'may degandek bu ishlarni bilganlarning hammasi qumliqdan chiqib ketamaydigan bo'lib qolsa, qandoq qilaman? Men ichimda shularni o'ylag'ash, put-qo'lim bo'shib ketdi. Nurg'un ishlarni beshimdan o'tkazgan bo'g'ashqa, o'zim yo'liqqan bu ishning rostli nozik bir ish ekanligini his qildim. Ondan hamma ishlarni bir-biriga bog'lab, har xil yakunlarni chiqarib baqdim. Masalan, qumliqda odamning aqli yetmaydigan ishlar mavjudkan. Lekin bu ishlarning oshkorlanmasligining sababi mo'may degandek ishlar bilan zich bog'lanishlik bo'lishi mumkin. Ras shundoq bo'lsa, boya mo'may degandek menga o'xshash ko'p narsalarni bilib ketganlar nomsiz holda qumga ko'milib ketadi. Hatto jasadimi o'chib qolmay, qumliq bag'riga maxfiyatlik qatorida ko'mib etiladi. Lekin nima bunday ish bo'lsin? Men o'z xiyollarimga o'zimmi ishinib ketanmagandan keyin xiyolimni to'xtatib, qanday qilish haqida plan tuzdim. Hoy, tutula! Chapan qochib ketdi. Voy, chapanni tutib olinglar. Tez bo'linglar, tez. Plan tuzishni başlamayla Van boshliqning ovozidan cho'chib beshimni ko'tardim. Van boshliq yiroqdagi ikki putlab qochib ketayotgan qop-qora bir narsaga qarab afsuslanib turardi. Chapan! Chapan deyma, chapan! Hey! Qumliqqa kiray. Eliq qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yerga sunishsizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bak ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yerga endi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bo'linglar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay.
qumluqning o'ttirisida adam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onay, qaylab yig'sla oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chapanka! Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 9-qism. Chopan deyman, chopan. Shundala qechayotgan narsaning eliqi chopan ekanligini bilib, o'rnimda lassida o'ltirib qoldim. Demak, mening ularni ishontirishim texmi qiyinlashib ketgan. Hatto umid qolmadi degudek darajada edi. Balkim ularni qumliqdan chiqib ketolmaydiganlar qatoriga kirib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ojo, ma ishna. Ko'rmaganni ko'rligijima adam, chapanmi qachamda deyman. Saidi bizning yinimizga kelib shundoq degash, qo'lining olqini bilan peshonasiga urdi. Shuni dana, ne ishlarni ko'ribdiman. Ammo ma bugünkidek chapanning yugurib qochqinni ko'rmabdiganman. Ishqilib ajoyib ishlar bo'lib ketdi desa, hayronman. Biz qumliqda necha 10 yillarni o'tkazib, bundoq ishlarning birarnimi ko'rmagan. Endi qiziqarli ishlar ajab oqoqidan ko'rilyotdi. Men Saidi bilan Van boshliqning so'zini birdam anglagandan keyin qarshi yutgan chapanga uzoqdan uzoq qarab ketayotgan Van boshliqning yeniga kelib, ikkisining gapiga gap qistirdim. Van aka, meningcha qaytib ketaylikmikin deyman. Qanday deysiz? Men qarasam bu yerdagi hamma narsalar xiyoliy to'yg'udek bilindi. Ish qilib, yaxshi ishmi emas. Ukam bira shumganda? Yo'q, undaqo emas. Lekin voy, ukam. Lekin pekinni qo'ysangiz-chi. Qarınga chapanmi put chiqirib qechiyotsa, qanday xiyoliy tuyg'udaymiz buni hamda? Lekin yani shu lekin. Voy gap qilmaga bo'ldi. Ko'pchilikdan ansirayotganingizni bilaman. Shundaqdimi bundaqli kessak faqat bo'lmaydi deyman. Bo'ldi. Hammalar aram olayli, ha? Hatta biz qiladigan yana nurg'un ishlar bor edi. Aram olayli. Yerim kecha. Bir chaqda ko'zimni ochsam, yondagi chidirdan bir odamning shapsi anglandi. Odammi yoki boshqa narsami aniq jazmlashtirilmagachga un chiqarishdimmi qo'rqdim. Shundaqdimi bir jur'atga kelib, chidirdan beshimni chiqarib qarab boqdim. O'ylamagan yerdan sirtdan heliqi momoy bilan matquvan bir nimalarni pichirlashib deyishyotdi. Balamni sana berib turay. Av o'lgur shumni ko'pchilikdan ayirib et. Sahardan kechikmisin. Butu. Ballari shalg'ilab qolgan bo'ldeyni. Ras, yilqib pirabbi sordamdu shu odamni. Ularning ovozi barg'ancha pasayib ketishdi. Anglayolmagandan keyin men qarab turmay kelib o'rnimda yetib oldim. Kallamda ularning bu zodi nima deyishgan edi? Bu xotinlik odam momoy bilan qandoq tunishdi deganlarni o'ylaydim. Hayal o'tmay matquvan yinimga kirib, dumbamga yinik urdi. Hay, men sizlarni hiliqim melikining qishga boshlab borayman. Rostmi? Hujunam, rasomimdiki va qo'limizga uzukning sirini biltmichaman. Men uning bu gapini anglab, ishkilinib qoldim. Chunki uzukning ishini malla bilatdim. Demak, bu odam men biladigan, yana men bilmaydigan ishlarni bilatdi. Shunda qilib, yerim kechida matquvan ikkimiz o'g'irliqcha u boshlagan yo'nalishga maqdiq.
Matquvan bu ishni qattiq maxfiy tutimiz degan bahona bilan mangan izimizni pokiz o'chiribdi. Garchi Matquvandan shu chaqdili gumon qilgan bo'lsam-mu, yanala ishlarni yaxshi tarafga o'yladim. Bunda qilsak bo'larmi? Voy fukam, voy amoq fukam, bo'lmayotgan qiyrivoya uni. Men ko'p o'ylaganning hech nimaga foydasi yo'q deb o'ylab tezla ma'qul bo'ldim. Shunda qilib, tong saharga yaqin quduqqa o'xshash qumliqning ostiga tutishadigan bir joyga yetib keldik. Bu joyning usti tor, osti kangri, ham bakli cho'nqur bo'g'ashqa ikki odam orqa-orqadan tushmasa, biroqli tushkili bo'lmaydi. Siz bosh tushingmoqmi? Qandoq tushiman, ha? Orqam bo'lmasa ya. Hujinam, menda boya ayna. Matquvanning talabi bo'yicha men boshda tushdim. Lekin men tushib bo'lgandan keyin Matquvan tushmay, qo'limdagi jiddiy ahvolga yo'liqqanda bir knopka orqali hamrohlarimga belgi beradigan soatni ustiga etib berishimni aytdi. Men yana jiq o'ylamayla qo'limdagi soatni yuqoriga qartib otdim. Orqadilla menga yemaklik tashlab berishga boshladi. Men sal hayronlik bilan yuqoriga qarab varqiradim. Bu nima? Ha? Aniq ko'ramidim. Men kelgachayna. Ma'nasan yig'ishtirib vaqtma? Uning ovozini anglab, ko'nglim bir shumliqni to'ygandek bo'ldi. Darhol ustiga qarab varqiradim. Aka, bu nima deganingiz? Meni tashlab qo'yib ketmoqchimisiz? Gapimni anglab turing. Siz ko'pchilikdan ayrilmasangiz bo'lmaydi. Men cho'qim yenib ketma. Yenib kelgandan keyin sizni chiqarib olmoqman. Matquvan mening varqirashlarimga quloq solmay, borgancha yiroqlab ketdi. Oxiri qop-qorong'u bir yerda qo'limda chiroqmi yo'q holda so'linib qoldim. Men hamoqat Matquvanga bak ishinib ketib, telefonimni olmabdiman. Qo'limdagi soatdan tortib berib atganimcha o'tih. Tuyamana. O'zimni ayblab, heliqi yerda tugilib o'ltirdim. Har qancha o'ylabmi, Matquvanning nemishqa meni yolg'iz solab qo'yishining sababini bilmadim. Shundaq o'ltirib kun kashf bo'ldi. O kuni kechini shundaq tasda o'tkazdim. Lekin olayda ahvol yuz bermagachga Matquvan cho'qim qaytib kelib meni tortib oladi deb o'ylab o'zimni bazladim. Lekin u qaytib kelmay 3 kun o'tib ketdi. U tashlab bergan yemakliklarni pokiz yeb bo'ldim. Qaytib chiqish uchun tirishib baqdim. Ammo ustiga chiqqili bo'lmadi. Lekin ostiga tushkili bo'ladi. Ostiga tushay desam, bir xatarga yo'liqib qolmay deb joyimda kutib o'ltirdim. 5-kuni oxiri sirtdan shapa anglandi. Men gap qilmay joyimda jim o'ltirdim. Birdamdan keyin ustidan shu professor beshini tiqib pastga qarab boqqandan keyin asta pastga qarab tushishga boshladi. Men nimish bo'g'inni bilmagachga u meni qutqizg'ili kelgan o'xshaydi deb o'ylab shu professorning tushishini saqlab turdim. O tushib bo'lgandan keyin ustidan Matquvanning beshi ko'rindi. Hay birodarlar, amman buni anlamoqmamsiz? Matquvan gapini tugitib bir muncha yemaklik tashlab bergandan keyin asta yiroqlab ketdi. Qaraganda shu professormi nimish bo'g'inni bilmasi kerak. Matquvanni chaqirib yerib qolgan chaqda aran to'xtadi. "Hey, sizlar nima ekanlar amdi? Bu zodi qandoq ish?" Ojan! Siz... Shu professor qo'lchirig'ini yo'rtib, meni ko'rgandan keyin birli varqirab, beshimga tumirdak bir narsa bilan birni urgandan keyin ko'zim qorong'ulashib yiqilib ketdim. Bir chaqda hoshimga kelsam, g'ova chiroq yo'rig'ida shu professor menga qarab o'ltiribdi. O'rnimdan turib, yana tayoq yemay deb orqamga dojidim. Qaşman bo'ldi. Endi urmayman. Jindak paydo bo'lib qolsangiz, qo'rqib ketdim. Jindak deb men sizni tushgandimmi qarab turgan. Amsi nimishga gap qilmaysiz? Sizlarni meni chiqarib olam degan debdiman. Bo'ldi. Buni deyishmayli. Siz qanday qilib bu yerga kirib oldingiz? Bu ko'z bo'yashning bir xil turimi ya, ha? Nima bo'yashgan o? Matquvan 5 kundan beri meni yolg'iz tashlab qo'yib, jinimni og'ili tasli qoldi. Uni kammas bikin debdiman. O'ylamagandan siz kelib qoldingiz. Nima? 5 kun?
Shu professor hayronlik nazarida menga birini olib qo'yib, yana gap qildi. Ikkinglar ikki tarafda meni ahmoq qilmay, rost gap qiling a. Sizlar zodi nima qilmoqchi? Voy aka, mening hech qanday maqsadim yo'q. Sizlar kammisizlar ochliqdan o'latdim. Qarab baqsizlar, yeydigan narsalarni tugab ketgan. 5 kunni qanday o'tkazganimni bilmaylar. Ko'pchilik mening yo'qolib ketganimga biranimi demadimi? Fukam, to'la odamni zangli qilmang-a. Yo'qolib ketibdimishdi. Necha kundan beri har qism ko'z bo'yash hunarlarini ko'z tikmamdingiz. Shu professorning gaplarini anglab, aniq bir tushunchaga ega bo'lolmadim. Shundaq, ishlar men o'ylagandek bo'lmagan edi. Men o'z xiyolimda ko'pchilik mendan ansiraydi, meni izlaydi deb o'ylagan edim. Chunki Matquvonning qilgan ishlarini ko'pchilik bilmaydi. Asta, gapni agitmay, naq yernilding-a. Ikkinglar mendan nimaga erishmoqchi? Maqsadinglarni aniq bir bilay. Men shu professorga o'zimning bu ishlarni uqmaydiganligimni, Matquvonning meni qanday aldab epkaganligini, o'zimning qancha kun turganligimni yipidan yingnisig'icha oli qo'ymay so'zlab berdim. O'ylamagan yerdan shu professorning chiroyi o'ngib ketdi. U o'rnidan o'ltirib bir necha tal tamakini chekib o'tgandan keyin dedi: Men bu ishni burunli sezgan. Lekin sizga mu to'liq ishonmayman. Biz 5 kun burun saharda shu professor shundoq deb gap boshladi. Uning deyishicha 5 kun burun men yo'qolib ketmabdiman. Aksicha, menga o'z ayni o'xshaydigan bir yigit, ya'ni men ko'pchilikni chaqirib, mening deganlarimning butunlay yolg'onligini, qumliqda undaq sirliq odamlarning aslo mavjud emas ekanligini, mening deganlarim ko'pchilikning ko'rganlari hammasining ko'z bo'yash, ko'rish sezgusi va cho'ng miyani kontrol qilish orqali paydo bo'ladigan bir xil xiyoliy sezim ekanligini debdi. Ondan ko'z bo'yash hunari ishiltib, tunaygan qechib ketgan chaponni qaytib paydo qilish orqali ko'pchilikni o'zining gapiga to'liq ishontiribdi. U yana bu narsalarni qumliqda emas, dunyoning har qanday yerda paydo qila oladiganligini aytib, ko'pchilikni chegish xiyollardan qutqizib, ularni qumliqdan tezroq chiqib ketishga undabdi. Men bu gaplarni anglab, ishonmaslikni bilinmayli qoldim. Ko'z oldimga Matquvon bilan Momayning qaysi kuni oqshimi deyishgan gap so'zlari yinish-yinishlab anglab ketdi. Men joyimda o'ltirib qoldim. Yolg'on gap. Hammasi yolg'on gap. Fukam, ba'zi ishlarga unchalik umidsizlanmang. Bu yerga qamalg'ini yolg'iz sizlamas-ku. Men shu professorning gaplarini anglab, to'liq gangirab qolgandan sirt, tuvandagi xiyollar kallamdan kechdi. Birinchi, agar uning so'zi rost bo'lsa, mening siyoqimdagi u odam kim? Momayning o'g'li? Bu o'lgur. Matquvon degan o'lgur menga nimishqa bunday qiladi? Acaba u shu professor ikkimizni o'lsin deb o'ylamdigandi? Ikkinchi, yana bir nuqtadan aytganda, agar shu professor bilan Matquvon birlashib meni aldayotgan bo'lsa-chi. Lekin men ularga nima yomonlik qilgan? Bunda qilishning nima ahamiyati bor? Yana eliqi Momoy bilan paranglashayotganini o'z qulog'im bilan anglagan. Bu ehtimollikmi tuvan? Uchinchi, Momoy menga shu professor bilan meni qumliqdan chiqolmaysan degandek qilgan. Balkim rostli shundoq o'xshaydi. Kallam mana mushundaq chekish xiyollar bilan to'shib ketdi. Mushiyada o'lib bo'g'icha, yana qandoq ishlarni boshdan kechiraman. Ish qilib qiynalmay o'lsam bo'ladi. Nimandoq to'shikdek bir joyga qarab o'tirsiz? Sizmi biranimi desangiz-chi? Shu professorning so'zini anglab, diqqatimni yig'dim. Lekin hozirgi bu ahvolimda shu professorga bu ishlarni tushundirgim yo'q. Chunki o'zimmi bo'lib o'tgan ishlarni tushunmaydigan tursam, tushundim degan taqdirdami nimaga foydasi? Men nima bu dialektdam? Hozir bir nima degudek holim yo'q. Desammi, nima foydasi? Fukam, ko'nilada o'lsangmi sababi bilan o'l degan gap bor. Hech bo'lmasa
o'zimizning nima sababdan mushunday holga tushib qolganimizni bakli bilgin ba. Mush ishlarga bir javob topib olsang, qumliqdan chiqammisanmi mayli deding, ha? Hay, rastilla mushundaqli o'lib ketamizmi? Bir nim demakdas. Ish qilib o'lsammi ko'zim uchi qoladigan bo'ldi. Shu professor shundoq degash, yenini oqtirib, tamakini qo'liga oldi. Tuting afkam. Eng oxirgi ishkis qopdi. Bir taldan chekib o'tib, qanday qilishni maslahatlashayli. Elang. Men tamakini qo'limga olgandan keyin tutashtirib chekishga boshladim. Chekib bo'lgandan keyin shu professor eg'iz ochdi. Men deyman fukam. O'limni kutib yotgandan ko'ra ishkirilib kirib baqsaq qanday bo'lar? Lekin ichi bakli qorong'u ekan. Kirsak bir xatar chiqib qolsa-chu. Ay, saqlasaqmi baribir ochliqdan o'lib ketamiz. Yanili bir tavakkul qilib baqayli. Maylamisa. Biz maslahatni pishirgandan keyin osti tarafga qarab maqdik. Bu joy ushshaq toshlar bilan qo'pirilgan bo'lib, bosh tarpi bir necha aylan qistilishib, aron patqudagi holatda bo'lsa-mu, ishkirsiga kirgan seri bara-bara kengayib mengishga boshlagan edi. Biz yarim kun mangandan keyin osti tarafdan suv manbasi saqlangan bir joyga usib to'xtab qoldik. Chunki oldimiz mushu kichikgina suv manbasi bilan to'silib qolgan edi. Qiziq ish. Bu suv ostidan qaynab chiqyapti nima? Ha? Shundoq ekan. Buni ko'rib bir ish esimga kelganda qildi. Qaysi ish? Ilgari bir kitobdan Deklamakandagi 9 quduq va 9 buloq deb o'qiganda qilib edim. Esimda qilishcha, hammasida mushundoq ozroq suv manbasi bo'ladi deyilgan. Bu qandoq gap amdi? Hech qanday gap emas. Bu yani qo'lg'onlar bek cho'nqur qo'labdi. Shunga yarasizdiki bu suvning o'ziga tushliq ilmiy yakuni bor bo'ladi. Ani bo'lsa biz ustab ketmaydigan bo'ldik. Ustab ketmaganimiz yaxshi. Lekin bu suv uzoqdan beri mushundoq turgan bo'lsa, bizga bir ish bo'lib qolmaydi, degil bo'lmaydi juma. Qandoq deysiz? Bu suv uzoq vaqt mushundoq turgan bo'lsa, bu joydagi nurg'un jonivorlar bu yerdan suv ichidi. Kagini yoshroq narsa bo'lsa tutib yeymiz. Navoda odam ko'rib boqmagan. Bir narsa bo'lib qolsa, ish qilib qarmoq ta'limiz kagindek turg'ini bilan bu bizni nasbosqini. Lekin bu yerning kirish eg'izi bak egiz. Bizmi tushgan bilan chiqolmagan tursak, har qancha bo'lsa-mu bu yerga kirib chiqalg'udak narsa yo'q-ku. Gap dal mushiyadi. Boy kagicha men bak diqqat qildim. Yerda ma'lum bir narsaning 5 barmoqlik izi qopti. Izning shaklidan qaraganda odamning shapiliqiga o'xshaydi ekan. Lekin odatdan tashqari cho'nqur petib ketibdi. Yana bir nuqtadan essaq, biroq qushdakmi qiladi. Lekin qumliqda qanday qush bo'lar? Shunga kesib aytamanki, bu joyga bak egiz sakraydigan. Yoki tamu chaplashib bang'alaydigan. Yoki bo'lmasa uchalaydigan bir narsa suv ichkili keladi. Uchish imkoniyati bak to'van. Chunki kirish eg'izining usti sal kichikkan. Qanot urish absiz. Bu gaplarni anglab, kallam sal qayg'ondak bo'ldi. Demak, bizni kutilmagan xatar saqlab turgan. Qaraganda, qumliqda o'lish peshonimizga putilib ketgan o'xshaydi. Heliqi matquvan degan bir nima bizni qasdan mush yerga solab qo'yibdi. Yavoyi maxluq kagucha o'lib qolmasin deb yemaklik tashlab beribdi. Demak, yavoyi maxluqning bizning go'shimizni tirik yeyishni orzu qildi ekanda. Sizcha endi qanday qilsak bo'lar? Biz bir joyni qo'lab yo'shirnayli. Ondan eliq narsaning kelishini saqlayli. U kelganda kichikroq narsa bo'z tutib yeymiz. Bakchong maxluq bo'lsa, joyimizda yo'shirnib bergis shap chiqamaymiz. Shunda qilib, ikkaylan maslahatni pishirgandan keyin qayerni qo'llash to'g'risida o'yinlayli deb tursak, boya biz kirgan tarafdan shipirligan ovoz anglanishga boshladi. Ig'iz tarafdan ovoz kelyapti.
Shu professor shundoq degash, qo'l chiroqni boya biz kelgan tarafga yo'ritgan edi. Yerga choplashib turgan qip-qizil ikki tal ko'z yo'rdi. Bu nima endi? Bir nim demakdas. Müdürlemay turib baqayli. Biz shundoq deyishib bo'g'icha, ilqi narsa borgancha yiqilib, chiroq yo'rig'ida badani ko'rinishga boshladi. Bu narsa mangan chig'idimi yerga choplashib turadigan bo'lib, terisi xuddi to'g'roqning qurib ketgan qovuzligiga o'xshash, orqa tarafida uzun ochmoq qo'yligi bor edi. Beshining ustida xo'razning tojisidek bir narsa bor bo'lib, qarmoqqa nasli qurib ketgan dinozavrga o'xshab qoladi. Qumliqqa kiray. Eliq qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chatoq yerga tushmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bak ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yerga endi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onay, qaylab yig'sla oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chapanka. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 10-qism. Biz shundoq deyishib bo'g'icha, ilqi narsa borgancha yiqilib, chiroq yo'rig'ida badani ko'rinishga boshladi. Bu narsa mangan chig'idimi yerga choplashib turadigan bo'lib, terisi xuddi to'g'roqning qurib ketgan qovuzligiga o'xshash, orqa tarafida uzun ochmoq qo'yligi bor edi. Beshining ustida xo'razning tojisidek bir narsa bor bo'lib, qarmoqqa nasli qurib ketgan dinozavrga o'xshab qoladi. Bu nima amdi? Bu narsaning odatdagini men burun ko'rgan. Buni kaslanchuk, o'shkimar, Shinjongda ko'proq kela degandek nomlar bilan ataydi. Lekin men bundoq cho'ng bo'g'inni ko'rib boqmagan. Ochmoq qo'riqliq odatda oz uchraydigani. Lekin beshida tojiboni ko'rib boqmabdi ekanman. Amisi qanday qilamiz shu aka? Baribir men qirib qolgan odam. Agar hayot qolsangiz, bu narsani ayolimga berib qo'ying. Shu professor shundoq degash, bir narsani yonchig'imga sep qo'ydi. Ondan kaslanchuk tarafga mangdi. Shu tap ahvol bakli jiddiy bo'lg'ashqa, men uning bilan birga boray dedim-yu, ammo
oldimga mengishga zodili jur'at qilolmadim. Shu professorning kaslanchuk bilan bo'lgan orlig'i 1 metr chiqqan chaqda kaslanchuk tuyuqsiz etilib kelib, shu professorning kiyimlaridan tishligicha orqaga burildi-da, chiqish eg'iz tarafga so'rab mengishga boshladi. Beshimga kaginni ko'ray deb o'ylab orqasidan yugurdim. Qo'lchiroqning pulanshib turganiga qaraganda shu professor hali ham hayot edi. Shundaq, chiroq uning qo'lida edi. Men qo'g'lab chiqish eg'iziga oz qolgan chaqda kaslanchukka yetishdim va quyrug'ining eng tom bo'ligiga esilib oldim. Shundaqdimi u kaslanchuk meni va eg'izni tishlab turgan shu professorni tomga yomishib ustiga ep menga vatadi. Ayol qanmayla quyosh nuri ko'zimni chaqdi. Eg'iz burnimga qum to'pi kirishga boshladi. Shu chaqdala sirtqa chiqqanligimni his qilib, qarab baqay deb ko'zimni shundaqla ochsam, bir munch to'pa ko'zimga kirib ketdi-da, bir qo'limda ko'zimni ovlashga majbur bo'ldim. Dal shu chaqda quyruqni quchoqlagan qo'lim pastga serilib ketib, quyruqning inchki yeriga kelib qoldi-da, kaslanchukning quyrug'i o'zilib ketdi. O'rnimdan turib yugurdim. Lekin og'ir chidamay qolgan kaslanchuk mendan necha hassa tez yugurib, birdamdilla ko'z oldimdan g'oyib bo'ldi. Shunda qilib, shu professorni to'liq yutirib qo'ydim. Qurib chak-chak yerilib ketgan lavlarim, qonga bo'yalgan bir jup qo'lim bilan qumliqning o'ttirsida beshimni qamallab, o'limni kutib o'ltirmoqdan boshqa amolim yo'q edi. Shu joyimda o'ltirib, uzoqdan uzoq yig'ladim. Bir chaqda shu professor yonchig'imga sep qo'ygan narsa yodimga kelib qarasam, u qachonlardadir yezib qoldirgan 2 parcha xatkan. Garchi yoshurun ko'rish adabsizlik bo'lsa-mu, yanala qarab baqqum kelib, xatni ichib o'qidim. Xotin, men sapra bo'lib qoldim. Uyga qaytganda sizni urib qo'yishimdan ansirayman. Bugun men xatning boshlanishidilla bu xatning burun shu professor yilqi ishqi yo'liqqan chaqda yozgan xat ekanligini bildim. Andin xatni qatlab qo'ygandan keyin ikkinchi partisini ichib o'qidim. Xotin, men qumliqda bir do'st tutdim. Agar tirik chiqib ketalisam, bakli yaxshi bo'ladi. Lekin tirik chiqib ketalamdim yo'q, buni bilmayman. Agar bu xatimni topshirib olgan chig'ingizda men o'lib ketgan bo'lsam, hargiz azoblanmang. Bolamizga yaxshi qarang. Ikkimizni biladigan shkafda bir karta bor. Maxfiy nomeri qizimizning tug'ilgan kuni. Ichidagi pullar sizlarning keyingi turmushingizga yetadi. Xayr, qadrlikim. Bu xatlarni o'qib, ko'zimdan yana yosh agidi. Kaslanchukning izini bo'ylab menib, shu professorning izderigini qilish qaroriga keldim. Das o'rnimdan turib, izlarni bo'ylab mangdim. Qanchalik manganligimni bilmayman. Bir chaqda oldimda egiz bir döv qum ko'rindi. Qumning ustiga chiqib, ko'zimga ishonmayli qoldim. Chunki mendan ancha yiroq bo'lmagan bir joyda menga tunish bo'lgan 2 mashina. Birining orqasidan biri ketib o'tadi. Mashinalar qumliqdan chiqib ketish uchun mangandek emas, balki boshqalarni izlayotgandek qiladi. Ajiba, ular bizni izlayotganmidi? Ko'zimdan xushallik yoshlari taramlab ketdi. Ixtiyorsiz mashinalarning orqasidan varqirdim. Hey! Hey! Men bu yerda! Ular xuddi 13 yil burunqiga o'xshash mashinani to'xtatib, menga gumon nazarida qaragandan keyin mashinani haydab mening yonimga kelishdi.
mashindan avval Van boshliq, ondan Saidi, ondan Matquvan. Onundan keyin menga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan yana bir men tushdi. Ular mening yenimga kelgandan keyin eng avval Saidi eg'iz ochdi. Yo, voy bu qanday shulab ketdimda? Bu Kamal ish ko'p qoldi ya? Bumi ko'z bo'yash yo'nir emas-da, ha? Ko'z bo'yash yo'nini degan yolg'on gap. Mana men haqiqiy Kamal. Men 5 kun burun men bo'lgan ishlarni ularga so'zlab berishga boshladim. Toki shu professor yo'qib ketganga qadar birnimi olib qo'ymay so'zlab berdim. Hey, voy anamay, Van boshliq, bir hanasi desingiz-chi, biz zodi kimga ishonamiz? Saidi Van boshliqni oldiratdi. Van boshliq birdam o'ylangandan keyin mening yonimga kelib dedi. Ukam, o'tganda sizga ozroq pul bergan to'q. Buni Saidi, men, ya'ni siz uchimizni biladigan ish. Da, o zodi qancha pul? 100 ming yuan. Saidi cho'chib ketdi. U hayronligini yo'shirg'ash, menga o'xshaydigan yigitning oldiga keldi. Qaylab tursam, ma bala xato javob berdi. Men sizning to'g'ri javob berishingizni umid qilaman. U necha pul-da? O pul 100 ming yuan. Bu qanday gap bo'lib ketdi bu? Bir-birlarini do'rish otamlar ya. Heli qopab dadimizmi birde, asli biz qo'shgizaylik deyishmisli-jima? Bo'ldi qiling Saidi. Van boshliq Saidini to'xtatib qo'ygandan keyin yana mening yonimga kelib so'rdi. Ukam, ota-onangizning ismi nima deb so'rasam, zaniqqandek bo'ladi. Shunga siz xizmatdoshlaringiz va boshlig'ingizning ismini ham deb bering. Bu boshliq yana olim suvarak. Mushlar yetarlik bo'ldi-ku deyman. Van boshliq rozimanlik bilan boshlanishdi. Orqadan Saidi yugurib kelib, yana bir mendan savol so'radi. Amdi sizlardan bir narsa so'ray. Men qumliqqa yo'lga chiqishdan ilgari nemishqa yuktoqni ilib olmagan? Chunki qumliq degan xatarlik joy. Yuktoqqa eg'ir kelarmikin dedim. Quruq gap. Men olgan yuktoqni Saidi toshliq uzib etgan. Yo, haqiqiy Kamoljon chiqdi mana. Men kaskin qilib uning yolg'onchi ekanligini isbotlab chiqqandan keyin bu qitim u yolg'onchining chiroyi qizirib, xuddi yeni sug'urvilingan o'pkidek bo'lib ketdi. U xuddi sovuqda qolgandek, butun badani lag'ildab titrab, elili o'lib qoladigandek yoki qattiq g'azablandigandek qiladi. Ay, bo'lmaydi. Qattiq jimi qilmoqma. Matquvan yugurib kelib, uni o'zini tutib olishga da'vat qildi. U birdan turib, yaxshi bo'lib olgandan keyin boyiqi chiroy, boyiqi gaplaridan asarmi qolmagan edi. Men qumliqning mahbiyatini tasvirlashga ojizlik qildim. Ham aynan tasvirlab beramayman. Chunki bu qumliqning mahbiyati. Sizlarni hayvon desam, hayvonga haqorat qilgan bo'laman. To'g'risini desam, yaxshilik yarashmaydigan, yomonlikni, shumlikni qo'g'laydigan bir to'p baxtsiz odamlar. Sizlar amdi qumliqdan qaytib ketamaysizlar. Niyatinglar durust bo'lsa, bu ishlarni o'zinglarga o'xshash baxtsiz odamlarga so'zlab bermanglar. Chunki birsi kelsa birsi, ikkisi kelsa ikkisi o'ladi. Biz bir pay o'qi yaramaydigan halingga nimada cho'ng so'zlaysan adash? O'ylamagan yerdan Saidi uning so'zini bo'lib etdi. Orqadan uning chiroyi o'ngib, boyiqidek bazgakdek titrab, bir joyda cho'gilashga boshladi. Vujina, ahvol chatoqday turdi. Tiz qichinglar. Na qachidin aga? Ma guyni vaqwa, uzam o'ngshayma. Saidi shundoq deb daqiqa o'tmayla, oldimizda cho'gilayotgani qandaqdir tutquli bo'ladigan jism bo'lmasdan, g'oyat zo'r qapqar qo'yun bo'lib chiqdi. Qo'yun eng avval bizning ikki mashinamizni bir-biriga urib so'qib tashlagandan keyin, ondan biz tarafga yiqilib kelishga boshladi. Voy anamay, voy ma sarangni xato tillab qo'ydimmi nima? Voy Saydaxon silnisa, ig'izlarni yummamla. Mogoda qarab turmay qachila. Biz shundoq deyishib, jinimizning boricha hammamiz yugurdik.
Qo'yin xuddi bizni ahmoq qilayotgandek orqamizdan asta yiqilib kelib atadi. Biz shu yugurgancha qanchalik yugurdiqkin bilmaymiz. Bir chaqlarda men tushib ketgan quduqqa o'xshab ketadigan bir yer osti yo'li uchrab qoldi. Dastlabida Saidi yer ostiga tushib qo'yindan panohlanish taklifini bergan bo'lsa-mu, Matquvan bo'lmaydi deb beshini chayqab turib yer ostiga tushmadik. Garchi Matquvan menga nisbatan eski odamdek qismi, asli maqsadi yanala bir odam bo'lsa-mu hayot qolsin bo'lgani uchun menmi ortiq gap qilmadim. Qumliqda yugurish nima degan tas-a? Shunda qilib biz quyosh o'ltirganga qadar yugurdik. Oxir bo'lanmay hammamiz egiz cho'qchiyib chiqqan barg'on ustida yetib qoldik. Eliqi o'lgur qo'yin bizni zanglik qilgandek chiroyimizga qum chechib o'ynadi. O'xshamaydigan yeri Saidining yuziga bir odam shapaloq bilan urib o'ynayotgandek qiladi. Voy Jahan, hey, voy yuzimga ajab tastak takkanda qiladi ya. Voy Saydaxon, unda qamasdi. Hammamizning yuziga o'xshash qum tushyotdi mana. Voy yo'q, menga o'xshash muomala qilmadimi havo? Voy o'lgur qum, cho'glaverib, beshin qilib bilasizmi? Saidining tillishi bilan qo'yinning surati texmi tezlashib ketdi. U hammalarni ko'tirib ko'zimizni ochqudak imkoniyat bermadi. Atrofda faqat qumning ushqan, bir-biriga so'qilgan ovozidan boshqa onda-sanda vanboshliq bilan Saidining ko'pchilikni chaqirib varqirgan ovozi anglanayotdi. Kallamga yana bir ish bo'ladigan bo'ldi degan xiyol kelib, yuragim tez-tez so'qdi. Ko'zimni ochib, nimish bo'g'inni ko'rib baqqum bo'lsa-mu? Afsus. Qum to'pining ta'sirida ko'zni ochish emas, og'izni ochishmi mumkin emas edi. Men hozir ko'zimni ochish emas, balki maykamning yoqisini so'zib, burnimga qum to'pining to'shib ketishining oldini olib, hayot qilishning amalini qilishim kerak. Biz shu holatda bir qanchani cho'gilib atdik. Bir chaqda pastlab ketayotganligimizni his qildim. Yo'q, pastlab emas. Shiddat bilan ajoyib cho'nqurlikqa sho'ng'ib tushib ketayotgandek qilardim. Ko'zimga hech qanday to'piq qummi urilmadi. Darhol ko'zimni ochdim. Cheksiz ketgan bo'shliqda pastga qarab tushib ketib bordim. Qorong'uda kimligi aniq emas ikki gavda men bilan tang sho'ng'ib tushib ketayotdi. Men ularni Saidi va vanboshliq deb faraz qildim. Chunki Matquvan bo'lish ehtimolligi nihoyat tuvan edi. Demak, qo'yin bizni osmonning qahriga ep chiqib, ondan samon tog'irini pastga tashlagandek tashlavatganmidi? U bizni mushundaqli o'ltirmoqchimi? Vanbosh! Eg'zim shamolda so'zilib ketib, gap qilishimni unumlik bo'lmadi. Birdam shundoq tushib, polton qilgan ovoz bilan dengizdek cho'nqur, suyi 12-oyning qorlaridek so'g'uq, noma'lum bir suvga sho'ng'ib ketdim. Voy masu bak so'qken. O Saidining ovozi edi. Endi vanboshliqning ovozi anglab. Ularning ovozini anglab sal xotirjam bo'ldim. Lekin necha kundan beri tomoq yemagashkim ekan, suv tushib beshim qiyib, ko'zim yumilishga boshladi. O'z xayolimda endi mangulik uyquga ketdim deb o'yladim. Ko'zimni qumliqqa kiray. Yiliq qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Biqitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati.
bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumluqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi endi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bo'lalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumluqning o'ttirisida odamni mishitqanda. Qum xalqimikin deyman. Ma fikimiz tansingdek chiroyli bo'lgandikan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyma. Voy, onay, qaylab yig'sla oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan mushu chapanka. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 11-qism. Hamdi Van boshliqning ovozi anglandi. Ularning ovozini anglab sal xotirjam bo'ldim. Lekin necha kundan beri tomoq yemagashkimikin so'g'ib tushib beshim qiyib, ko'zim yumilishga boshladi. O'z xiyolimda Hamdi mangulik uyquga ketdim deb o'ylab, ko'zimni yumdim. Kamaljon, ko'zingizni iching. Jim tursa, buni vaqo, manda uyg'otmas. Mana. Tastak salamiz manda. Hay, anda qilsak bo'lmaydi. Anda qilmisildayman. Bu Van boshliq bilan Saidining ovozi edi. Demak, men texcha hayot edim. Ko'zimni ochmay turib, o'zimning qanday yerda ekanligini faraz qilib baqdim. O'tning yalqini badanimni isitib, illiq harorat his qildirib turadi. Demak, men suvda emas. U yerni tutib baqdim. Qumluqmi emas. Balki yerda o't chöp degandek narsalar turadi. Yuragim tupildab so'qib, hayajon bilan ko'zimni ochdim. Qayer bu? Fikrim, tijdulimi ya? Bizmi tijdudik? Sizlarni suvdan sizib chiqqicha faqat chapat atmoqchimi yana? Andin amde bu qaya degan gaplarga kelsak, bu mo'minlarning uyi. Ay Saydaxon, bu qandoq gap o'zi? Qaylab baqmamla, ma balani ming tasti yutib chiqsam, chapat atlama degan gapi yo'q. Bu qaya deb shuridi ya. Buni bizdan so'rasa, biz berib, hamma ashlardan so'rab kelinglar. Maqama. Asta. Shundaqdimi bu bola uni uqmaydi-da. Amisa biz bilamdiq. Bizmi bilmaymiz? Amisa nima ishqi bizdan so'raydi? Men qanday bilaman? Ajab bir pishtuchi odam kalla. Gap qilmaslar, odamni sabr qilib. Ukam. Bizda yangi bayqash bor. Qandaq? Siz o'shingizdan ketib natchuki yetib qoldingiz. Bu jarayonda biz atrofni kuzatdik. Nurg'un masalalarni inchik tahlil qildik. Masalan, bu joyda xeyli ko'p odam bor ekan. Kuzatish orqali odamlarning har xil millat aralash ekanligini, hatto uzun yillar ilgari qumliq qichirib yo'qab ketgan ma'lum odamlarning borligini bayqadik. Yana bu joyda kichik bozor, kichik kent bor ekan. Aras, kirish eg'iz va chiqish eg'izi degan muhim yerlarni topolmadik. Balki meliqi suv bilan munosabati bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu joyda tong yormaydigan, kech o'nmaydigan. Faqat mashal ishiltibli yo'ritishga, isitishga bo'ladigan. Shuning qaraganda
Biz yer ostida bir yerda o'xshaymiz juma. Yer osti bak cho'nqur bo'lishi kerak. Soat va sun'iy amro orqali telefon degandek narsalarning hech qaysida signal yo'q. Bu ahvol musha. Bu qandoq bo'lg'ini endi? Van boshliqning so'zlarini anglab, joyimda o'ltiribli qoldim. Har qancha o'ylasam-mu, bu ishga zodila aqlim yetmadi. Agar biz bu yerda qamilib qolsak, shu professorni kim qutqizadi? Ota-onamga kim qaraydi? Beshim yana eg'irlashib, ko'zim qorong'ulashishga boshladi. Dunyoning ishlarini faraz qilish rostilla taskan. Hali ham esimda. Men qumliqqa kirishdan burun bu qitimqi safarimizning sayohatning o'rnida bo'ladi deb o'ylagan. Texi har xil teri asrash buyumlari, sopun degandek narsalarni setib olgan. Afsus. O'zimning qumliqqa kirmayla bundaq ishlarga yo'l qo'yishimni xiyolimga keltirmagan edim. Mana endi o'zimning qayerda ishkanligimni bilmay o'ltiribdiman. Ang nas bosqini shu professor bo'ldi. Bu kishi qumliqda shundaqli yo'qab ketami? Rastilla uning o'lik yoki tirik ishkanligini bilmay turib, bizmi o'lib ketamizmi? Kechiring shu professor. Sizga yuz kelanmayman. Asli o kuni siz bilan birga bo'lgan bo'lsam, kaslanchuk sizni so'rab ketmas edi. Yoki o'lsakmi birga o'latdik. Agar mush yer ostidan chiqsam, birinchi bo'lib qiladigan ishim sizni izlayman. O'lgan bo'lsangiz jasadingizni, tirik bo'lsangiz o'zingizni cho'qim topaman. Shularni o'ylab, ko'nglim bak yerim bo'ldi. Bir mo'jiz yuz berib, qumliqqa qaytishni, shu professorni tepishni orzu qildim. Endi qandoq qilamiz, Saydoxon? Sizlar bir nima danglar? Men biz avval chiqish eg'izini tepib, ondan qumliqqa chiqib, ondan shu professorni tepib, ondacha Matquvan degan guyni tepib, to'taylan to'tmush silvitib, ondan uy ketila. Shundoq qilamizmi? Shundoq qilala. Ish qilib, birisimiz bo'lsa-mi chiqib ketalisak, g'ollarimiz bekorga ketmaydi. Men xizmatimizdan bir natija chiqishini umid qilaman. Voy, umidsizlanmisizlar, Van boshliq. O'lmagan jonda umid bor deb bizga bulada. Saydoxon, bo'lmasa bundoq qilaylik. Avval biz ikkiga bo'linaylik. Kamoljon ishkanlar o yoqqa beringlar. Men bu yoqqa berib, mushiyadagi odamlardan chiqish yig'ining izdirikini qilay. Hozir ularning qandoq odamligini bilmaymiz. Shu ko'p odam ularning yana bormaydi. Chiqish eg'izini sizlar topamsizlar yoki men topamdim, hozircha aniq emas. Lekin topsaq yoki topolmasak 5 soatdan keyin mushiyada ko'rishimiz. Agarda men qaytib kelamsam, sizlar cho'qim mendan asirmay, o'zinglar bo'lingan taraf qarab menga beringlar. Cho'qim bir odam bo'lsa-mu, bu qumliqdan chiqib ketishimiz kerak. Ondan bu ishlarni yuqori doklad qilaylik. Bir harimizning natija bilan qaytib kelishini umid qilaman, Juma. Van boshliqning o'rinlashtirishi bilan Saidi bilan men Eqinning qarish yo'linishiga, Van boshliq oyoq yo'linishiga qarab mangadigan bo'lib ayrildik. Avaylanlar Juma birodarlar, sizlarni aslab turman. Van boshliq varqirgan chaqda uni endi ko'ranmaydigandek tuyg'uga kelib qoldim-da, yuragim ichishib ketdi. Saidi mu menga o'xshash his qilgan bo'lsa kerak. Van boshliqni tilg'ash meni boshlab maqdi. Voy, o'lim tiqiri. Ang oxir qitim ko'rish bo'lmasa ya, nemishqa bundaq deydi deyman. Saidi ikkimiz 2-3 soat mangandan keyin biz mangan yo'l ikkiga bo'linib, suv manbasi bor bir yo'l, yana suv manbasi yo'q, ammo gurkirab shamol kelayotgan bir yo'l paydo bo'ldi. Bu nima shamdi? Qaysi tarafga mangamiz? Appaqkum, albatta shamol kelayotgan tarafga mangamiz. Ma shamolga qaylaganda hanim bo'lsa chiqish yig'izi bor o'xshaydi. Jazmlashtirgandan keyin oqimizga yanilajima.
ma'qul. Biz bir muncha mo'ngdishib bo'lib, davomli ilgirlab, yarim soatcha mingandan keyin tik qiyordek bir joyga usib to'xtab qoldik. Shamol ost tarafdagi hanga o'xshash cho'nqur ketgan ozgaldin etilib chiqib o'tdi. Bu yo'lning chiqish eg'izi emasligini bilib, endi orqamizga yanayli deb tursak, biz o'ylab boqmagan bir ish yuz berdi. Chunki orqamizdan nurg'unlagan qo'ng'iz biz tarafga qistab kelib o'tdi. Biz orqamizga yenib, tik qiyordan tushib ketayli deb qolgan chaqda Saidi yenini oqtirishga boshladi. Qandoq? Ben qo'rqib ketganimdan orqamga yonaman deb o'zimni bilmayla bir toshga putlushib orqamga dojidim. Dal shu chaqda chaqmoq tezligida Saidining pochiqiga shundoqli esilgan edim. Tuyuqsiz turgan Saidimi serilib ketib, tik yordan pastga tushib ketgili tasliq qoldi. Anim bo'lsa, harakatim chaqqankan. Bir qo'limda toshni tutib, bir qo'limda Saidining qo'lini ching tutib oldim. Ammo uzunga bardoshlik berolmaydim. Chunki o'zimning yerimimni tik yordan sangilib qolgan edi. Ikkimizni emas, o'zimni tortib chiqib ketishimmi tas edi. Amalsizlikdan yig'lab ketdim. Chunki u yoqdan bo'lsa, ya'ni heliqi qo'ng'izlar mijildab kelmaydi edi. Saidi aka, endi qanday qilamiz? Titrab turib Saididan so'radim. Dal shu chaqda birinchi qo'ng'iz toshni tutib turgan qo'limga choplashib, chilg'usiz ichishib ketdi. Siz qo'limni qo'ying. Atiz, ondan ma'nosini badaningizga purqonfkam. Qo'ng'izlar yaqin kelmaydi. Saidi shundoq degash, kichikgina qutini menga sung'ash, atrofga chashdi. Degandek, yopirilib kelayotgan qo'ng'izlar eliqi narsaning kuchli purg'ining ta'sirida jaynigimdan halqib o'tamidi. Lekin jaynigimning ust tarafiga son-sanoqsiz qo'ng'izlar choplashib ketdi. Voy, ufkamoy, qo'l lozim bo'lamiki? Meni qo'ying deyman. Pul bersam qo'yib beramsiz ya. Saidi qimirlab yurib, yonchug'imga eliqi do'rini sep qo'ygandan keyin qo'lini ajirtib, yer ostiga tushib ketishga to'xtamay harakat qilib o'tdi. O'lsam uni qo'yib bermayman. Yig'lab turib onunga dedim. Saidika, herkes qo'yib etmesiler. Ötülüp qalay. Fukam, bu yerga ishkaylan tangli esilib qoldik. Bundaq tursak seni bardoshlik beranmayla. Ma natijasi qayda bo'ladi? Balkim taqdirim mushunda o'xshaydi. Bo'ldi, ma to'lib budishqaqdek chaplashmay qo'yib ba'zil deyman. Qayrab baqmamla, qo'ng'izmi silidan bo'shroq chaplashida odamga. Oy can. Voy Saidika, o'tinay. Men cho'qib amal topa olayman. Yana ozroq bardoshlik berayli, ma'qulmi? Men kim? Bilasizmi? Men degan Kamal. O'njinimni tikib bo'lsimi? Ikkimizni cho'qib qutqizaman. Kamaljon ukam, ba'zi narsalarni qutqizish uchun ba'zi narsalarni qurbon qilishga to'g'ri keladi. Agar sizlar hayot qolsalar, xotin-polarimga mening xabarimni berib qo'yalar. Saidi shundoq degash, qo'lini bo'shatishga boshladi. Dal shu chaqda haqiqiy amalsizlikning qanday bo'ladiganligini tonib yetdi. O'tilib qolay. Qo'lingizni qo'yib bermang. Saidika, men yana bardoshlik bera olmayman. Qarang, mening qo'lim shundoq muskulliq tursa, cho'qim amal chiqadi. Men degan kim o? Men degan Kamal. Mening ismim Kamal. Men cho'qim bardoshlik bera olmayman. Mana qarang. Men faqatla charchimidim. Fukam, biz moshundaq turg'ili yarim soat bo'ldi. Sizning qo'lingizdan qon chiqayotgili 1 soat bo'ldi. Men qo'limni qo'yatsam, siz cho'qim ustiga yamishib chiqib ketalaysiz, Fukam. Men har qancha nachar odam bo'lsam-mo, qo'lingizning qo'ng'izlar tufayli uzilib tushib ketishiga qarab turolmayman. Yo'q, men cho'qim tirishiman. Qarang. Mening muskulimga
Saidika! Gapimning oxiri tugmay turibla Saidi kulib turib qo'lini qo'yib berdi. U tushib ketishi bilan tang ichimdan etilib chiqqan yig'a bo'g'zimga kaplashib, o'zimni tutamay bo'quldab yig'lab ketdi. Qo'limning og'riqi shu topdiki, yuragimning og'riqiga silishtirganda hech narsa emas edi. Burun uni o'lsin degan bo'lsam, hozir u kishi uchun o'lishga rozi edim. Saidi degan tuzkur! Meni mangulik azobga tashlab qo'yib tushib ketganing nimasi? Bu o'lgir qeri! Beshingni yeydigan qeri! Pastga qarab, bor kuchim bilan varqirab, uzoqdan uzoq yig'lab ketdim. Kamal, tirishqin. Bu qerining jasadini bo'lsa-mu topmasang bo'lmaydi. Pastga cho'qim tush. Yoshlarimni surtib, shundoq tasdi yomishib chiqdim. Andin elqi narsani qo'limga chashqandan keyin qo'ng'izlar tarab ketishdi. Ammo qo'limdan to'xtamay qon chiqib, beshimni qiyishga boshlagan edi. Atrofni xeyli uzun aylanibmi pastga tushadigan yo'lni topolmagandan keyin Van boshliq esimga kelib, orqamga yondim. Van boshliq u cho'qim amal topa oladi. U cho'qim Saidini qutqizdi. Yoshlarimni aytib, Van boshliqni chaqirib kelish uchun yugurdim. Oyoq ostimda nurg'un qo'ng'iz mijilib ketyapti. Xeyli uzun yugurib, asldagi joyimga kelsam, Van boshliq yo'q ekan. Qumluq. Qandoq chaqchaq qilyapsan? Van boshliq nimishqa qaytib kelmaydi? Demak, Van boshliqmi xatarga yo'liqibdi-da. Bag'ringdan zodili chiqib ketamidi? Rostilla bu joydan chiqib ketammayman, shundaqmi? Undaqda o'lib ketsam-ku bo'ladigan-da. Shundoq qilay. Berib Saidi degan qeri to'kurga hamroh bo'lay. Qat'iy niyatga kelib, o'rnimdan dast turib, Saidi tushib ketgan eliqi yerga qarab mangdim. Ko'nglim bir xil xotirjam bo'lib qolgan edi. Xayr. Hamma narsaga moshining bilan xo'sh deyman. Aziz anglag'uvchi. Saidi rostli o'ldimi? Van boshliq qanday xatarga yo'liqdi? Shu professorchi Matquvan zodi kim? Ko'pchilik qumluqdan chiqib ketalamdi yo'q? Oxirgi qiziqib o'tamsiz. Mazkur asarning davomli tarqitiladi.